Tashkent City'da yashayman. Mashinamda olib boraman, Hiltonning oldiga qo'yaman, Hiltonga kirib ketaman. Nestondan uyim shunga yopishganman. Borgan paytimda bir so'm pulim bo'lmagan. Ana shunday qo'rqoqni ichidan talantini sug'urib shu joyga keldim. Shu hayotimgacha 20 uzr, yosh aytmaymiz. Necha yoshda? Ichida negativ fikrlar yoki alamzadalik urchib qolgan insonlar bilan ham ishlaysiz. O'zi asosan shular bilan ishlayman. Chunki men ham bir paytlar shunaqa bo'lganman. Insonni tanasidan tajribani, qodirligini, talantini sug'urib ola olmaysiz-da, hamma narsasini tortib olishingiz mumkin. Eng birinchi adabiyot olamidan uyalganman. Lekin ular ham yaxshi yashashga, muammosiz yashashga haqli. O'rtada ilmsizlik bor. O'sha narsadan qutqarish kerak. Har kim o'zining hayotini o'zi boshqarishi kerak. Lekin men har doim yolg'iz yashaganman. Doim yolg'iz bo'lganman. Yolg'izlikka o'rgangan odamni ketish bilan qo'rqita olmaysan. Ha, u o'zini shunday eshitadi. Mana bitta tovuqqa ham suv, ham non kerak. Anonsga qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Podkastimizning navbatdagi soni efirda bizning bu galgi suhbatdoshimiz The Cosmos Akademiyasi asoschisi, life coach Dixonim. Siz bir paytlar 5 yil avval ushbu insonni Dilrabo Norqulova, ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori shoira sifatida tanigansiz, ammo oxirgi 5 yilda ochilgan boshqa qirralar ortidan siz Dixani deb taniy boshladingiz. Shaxsan o'zim ham. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bilasiz, odamiylik loyihasi orqali juda ko'plab jamiyatimizdagi ziyoli insonlarni o'z sohasining yetuk bir shaxslarini taklif etardik va podkastimizda bu safar umuman boshqa yo'nalish vakili. Siz bilan endi suhbatdan oldin bir narsani aytishim kerak. Men bir kun kelib psixologlar bilan yoki siz kabi soha vakillari bilan aynan dasturlarimda suhbat qilishni tasavvur qilmagandim. Chunki men hisoblardim insonga o'zidan ortiq motivator, o'zidan ortiq psixolog lozim emas. Qalbini, ruhini faqat inson o'zi kurashib, o'zi harakat qilib tarbiyalashi mumkin degan fikrlar bo'lardi menda. Lekin Instagramda bir kun bir video chiqib qoldi, aynan sizning videoingiz. Oxirigacha ko'rdim 1 daqiqalik videoni. Keyingisini ko'rdim, keyin profilingizni ko'rib chiqdim. Ishoning, endi o'sha paytdagi kayfiyatim bilan bog'liqmi, balki juda menga u yerdagi fikrlar yoqdi. Keyin YouTube tarmog'idagi boshqa bir intervyularingizni ko'rib chiqdimda, aynan siz yo'nalishingizda faoliyat olib borayotgan insonlar haqidagi fikrim juda ham o'zgardi. Ya'ni mana shu psixologlar, qalbshunoslar yoki life coach degan yo'nalish umuman kerak emas insonlarga degan fikrimni hech bo'lmaganda 50% ni bir necha soatlarda o'zgartira oldingiz. Mana shuning uchun ham podkastimizga bugun sizni taklif qildik. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Life coach, psixolog yoki boshqa soha shu motivatorlar kerak emas deb o'ylardim. Siz esa 50% ni yo'q qildingiz degan fikrni aytdingiz. Nima uchun bu fikrda bo'lgansiz? Siz ijodkorsiz. Ijodkor nima uchun menda shunaqa bo'lyapti deb aytishga haqqi yo'q. Chunki yaratuvchi yaratgan unga qurol berib qo'yibdi. Yo instrument yoki qalam berib qo'yibdi. Qalami bo'lsa u yechadi. Siz meni nima uchun 50% bu fikrdan xalos bo'lganingizni aytyapsiz? Chunki men ham ijodkorman. Siz ijodkorni ko'rib, ha, mana shunday taqdim ham bo'lar ekan-ku degan, ya'ni siz aytib yuradigan gapni boshqa bir shaklda, boshqa bir qalamda aytilayotganini ko'rdingiz. Balki ya'ni ijodkorlar hamma ham hayotini ijodkor emas-da. Hamma ham hayotini qalamkash emas. Shu uchun biz qalam berish uchun ham kerakmiz. Siz endi hamma o'zi informatsiyani eshitishga qulog'i bor, o'zi mana bu olamda bo'layotgan voqealarni ilg'aydi, jurnalistika tamom, kerak emas demaysiz-ku. Siz ichida bo'layotgan o'sha olamni anglayotgan gaplarini ular chiqara olmaydi. Ular kartoshka ekadi, ular bog'roq yaratadi. Siz ular yaratayotgan paytda tili bo'lib gapirib berasiz, to'g'rimi? Mani soham ham yoki o'sha mani kasbdoshlarim sohasi ham kosmetologlik qiladi kimdir stomatologlik qiladi, kimdir bolasiga qaraydi, kimdir til bo'lib berish ham kerak-da. Kimdir uni ichi bo'lib ham berish kerak-da. U o'zini shunday eshitadi. Mana bitta tovuqqa
ham suv, ham non kerak. Anonsga qo'yamiz. Don kerak deydi-ku, bir tovuqqa ham suv, ham don kerak deydi, ham zirak kerak. Shu ziragim bilan ko'p podkastlar aloqa bo'ladi. Samimiy. Yana shu zirak voqeasi bo'lar ekanda. O'shanga o'xshab, men bu fikr bilan hamma soha kerak demoqchiman-da. Siz hozir bilasizmi? Bu dunyoda nimaiki yaratildi, uni o'tini bilan, suvi bilan, havosi, olovi bilan yaratildi-da. Mukammal tarzda. Mukammal. Chunki mavjudlikda hamma tomon bo'lmasa bo'lmaydi. Minus, plus, alfa, beta hammasi bo'lib, u mavjud. Demakki, u ma'qullangan. Yaratildimi, demak ma'qullangan. Sizga minus tomoni ko'rinib turgan bo'lsa, demak boshqa tarafga kerak. Tushunyapsizmi? Dexanim boya suhbatdan avval ham o'ziga aytdim. Dexanim taxallusi yozilgan va uning yuqorisidagi statuslarni, fikrlarni men Instagramda 2-3 yil avval ham ko'rganman. Dilahzaliklarim. Dilahzalik aynan. Va men o'ylagandim, bu Dexanim bir xorijlik bir mutaxassislardan yoki yozuvchilardan biri. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. O'zbekchaga tarjima qilib qo'yishadi. Bittasi o'ldirib yuborgan ham. Ha. O'zbekchaga tarjima qilib qo'yishadi deb o'ylagandim va siz intervyularingizni ko'rganda shuni esladim. Yo'q, bu o'zimizni zamondoshimiz ekan, o'zimiz tengdoshimiz ekan dedim. Keyin xursand bo'ldim va to'g'risi o'sha YouTube'dagi intervyuni ko'rib rostdan maza qildim. Energiya bera oldi menga. O'zi intervyulardan ilm olishim mumkin, ma'lumot, informatsiya olishim mumkin. Doim ham energiya olganman deb ayta olmayman. Lekin rostdan energiya bera oldi. Endi bu intervyu olayotgan odamga ham, intervyu berayotgan odamga ham bog'liq va hozirgi fikrlaringizdan kelib chiqib birinchi savolni bersam, ya'ni bugun jamiyatimizda odamlarga siz kabi soha vakillari qanchalik muhim, odamlarda qanchalik ehtiyoj bor? Ya'ni aytganingizdek hamma ham ijodkor emas. Hamma turli sohalarda ishlaydi. Hammaning ham qo'lida qalami yoki bir boshqa bir talanti bo'lmasligi mumkin. Lekin ular ham yaxshi yashashga, muammosiz yashashga haqli. Har bir insonning haqqi baxtli bo'lib yashash. Har bir insonning haqqi bu dunyoda hamma ne'matlarni tatib ko'rish. Yaratuvchi bergan ne'matlarni tatib ko'rish uni haqqi. Va bu uchun bir insonga butun dunyoni xizmatkor qilib qo'yibdi, yaratgan. Agar siz tarafidan olinadigan bo'lsa, men sizga xizmat qilaman. Men tarafidan olinadigan bo'lsam, siz menga xizmat qilasiz. Bu dunyoda hamma bir-biriga xizmat almashadi. Va siz ham bu dunyoda o'zingiz missiyangizni bajarib, siz o'zingiz bilmagan holda butun dunyoga yordam berasiz. Butun dunyo ham bir vaqtning o'zida sizga xizmatkor, siz butun dunyoga xizmatkor. Va shu ma'noda uyingizda texnik ishlarni bajara olish qobiliyatingiz bo'lib turib, santexnikni chaqirganingiz singari, choy damlashga qo'lingiz bor, lekin o'sha yordamchi choy damlab kelgani singari, operatorlik ishlarini qila olasiz. 2 kun o'rgansangiz, to'g'rimi? Lekin o'zini odamiga topshirganingiz singari, har bir soha ana shunday ehtiyojdan urchigan, ehtiyojdan paydo bo'lgan. Va hammasi kerak. Mani soham ham o'sha kimnidir qalbi bo'lib gapirish. U o'zini eshitishga qiynalishi mumkin, chunki uni ishi ko'p. Ovqat pishiradi, bolasiga qaraydi, erini kutib oladi yoki sohalar bo'yicha kattalashadigan bo'lsak, u operator, u stomatolog, u kosmetolog, u o'zining sohasining mutaxassisi. Agar u ham meni ham ishimni qilsa, u dunyoga yordam bera olmay qoladi. Balki o'ziga ham yordam bera olmay qoladi. Lekin qarang, nima uchun men gapni har bir insonning haqqi baxtli bo'lish dedim, ha? Baxtli bo'lish uchun fursat ko'p emas-da, fursat juda kam, bir lahza hayot o'zi. Shu sifatli yashash bu bir vaqtni o'zida hamma narsadan tatbiq olish. Masalan, bir vaqtni o'zida hozir bizga quyosh hamroh, shamol hamroh, havo hamroh, hamma narsa hamroh-ku, insonlar hamroh. Shu ma'noda u ishini qilayotgan paytda u o'zini hayotini sifatlashtirish uchun bitta mutaxassisni ham hayotiga olsa, nima uchun yomon bu narsa? Masalan, meni bitta o'zimga 5 ta yordamchi bor.
Bittasi mashinamga, bittasi uyimga, bittasi Kunlik rejalaringizga. ishlarimga, har bittasiga yordamchi qilganman. Lekin bu pulim ko'payib ketgandan emas, meni ehtiyojim paydo bo'ldi. Men yana ham baxtli, yana ham sifatli yashashga o'tdim va u uchun men yana odamlar olishni boshladim va mana shunday hayotini sifatlashtirmoqchi, baxtli yashamoqchi bo'lgan insonlarga men ham bitta hayotini parchasida bir xizmatkoriman. Tushunyapsizmi? Men uni hayotida bir sifat bag'ishlayman unga. Ruhiyati buzilganda keling coachlik bir kayfiyatini yaxshi qilib oladi. Bo'ldi, yana maza qilib jurnalistligini qiladi, maza qilib kosmetologligini qiladi va hokazo. Hayotni sifati uchun kerak mutaxassislarning ko'pligi. Oldin bitta ikkita odam eplagan. Lekin hozir nimaga bitta kamerani oldida mana ko'rib turibman. Bitta ikkalamizga hozir 10 ta odam ovora. Nega? Har bittasi o'zini o'rnida va sifat uchun, hayotni sifatlashtirish uchun mutaxassislar kerak. Har bittasi aytamiz-ku, internetda ko'p blogerlar, shlogerlar chiqib ketdi. Yo'q, har bittasi ehtiyojdan chiqibdi demakki. Va bugun bilamiz jamiyatimizda agar e'tibor bersangiz, siz ham ko'chalarda yurganda odamlar bilan baribir ko'p gaplashasiz-ku, odamlarda negativ kayfiyat juda ham kuchli. Oddiy yo'llarda ham signal chalingan, bir-biri bilan urushgan, tortishgan, senga bir yaxshi muomala qilishi mumkin bo'lgan holatda ham qovog'ini solib yurgan va bu negativlar endi bir kunda paydo bo'lib qolgan emas, turli oilaviy, maishiy sabablar asosida odamlarda shakllanib qolyapti. Bu odamlarning baxtli bo'lishiga qanchalik ta'sir qiladi salbiy ma'noda? Zo'r savol berdingiz. Mana negativ fikr haqida juda ko'p mutaxassislar fikr bildirgan. Men hozir yangi bir fikr aytaman sizga. O'zi insonni jahli chiqishi, atrofga yomon munosabati qandaydir ushalinmagan orzuni, qilingan niyatni amalga oshmaganini ta'siri u. Bir narsani juda ham u istadi, lekin eplolmadi, erisholmadi. Unga to'g'ri niyati qadar, sevgisi qadar javob olinmadi va u negativga to'ladi. Alamzadalik va u atrofga zahar sochishni boshlaydi. U zahar uchun bu odamni zo'r fikri, payg'ambarligi-yu, avliyoligi umuman qiziqmas. U toshib ketyapti. U his qilgan narsasiga erisha olmadi, o'ylagan narsasiga erisha olmadi. Orzusi uzoqlik bo'ldi va u ongida yechim topolmadi. Yechim topolmagandan keyin tashqariga chiqishni boshlaydi. Negativ olayotgan odamlar, mutaxassislar kurashib o'tiradi. Voy, men bunaqa emas edim, bunga mana bunaqa dedi. Bunaqa u internetda janjal to'poladi. Aslida ikkalasini ham baxti butun emas yoki butunligi yo'q-da. Qandaydir ushalinmagan orzulari, amalga oshirilmagan niyatlari bor bu yoqda. Bu yoqda ikki tarafda ham bo'shliq bor. Men bugun paydo bo'lib qolmagan deganingizga o'sha fikrni aytdim. To'g'ri, negativlar birdaniga paydo bo'lmaydi. U o'sha bosib qo'yilgan niyatlarni zaharlanib chiqib ketishi. Endi negativlar ko'payishi internet ko'payishi bilan, internet ochilishi bilan bog'liq emas bu. Bog'liq, lekin bog'liq emas tarafini aytaman men sizga. Insonlarni orzulari kattalashdi. Ular baxtli bo'lishni boshqa bir shakllarini o'ylab topishdi. Faqat 3 ta bola tug'ish, tarbiyalash, uyli joyli qilish, o'lib ketish emas. Endi mashina qo'shildi hayotiga, endi dachalarga borish qo'shildi, endi 7 ta mamlakat aylanish qo'shildi, endi baxtli hayotini Instagramda qo'yish qo'shildi. Hamma hayot rang-baranglashdi va bunday rang-baranglik tars o'sha rang-baranglikni qila olmayotgan insonlarga aks ta'sir ko'rsatishni boshladi. Nega men qila olmayapman deydi va qusishni boshlaydi. Zaharni. U ichida o'ziga o'zi orzu qilib, o'ziga o'zi yopilib, o'ziga o'zi qamalib, mana shunaqa narsalar chiqarishni boshlaydi. Ya'ni negativlar, mana shu bizga yoqmagan deylik, jamiyatga zarar va hokazo fikrlar bilan kurashish kerak emas. U insonning orzusini amalga oshirish bilan kurashish kerak-da. U insonni o'zi kurashish kerak aslida. Har bitta inson o'z bo'shlig'ini o'zi to'ldirsa, hech kimga zaharni sochishga vaqti ham bo'lmaydi, yetmaydi ham. Men nimaga 5 ta yordamchi olganman? Chunki vaqtimni
tejash maqsadida. Tushunyapsizmi? Demoqchi bo'lganim, negativlarning ko'payishi zo'r, lekin munosabat yomon. Negativ ko'paydi, bu zo'r, foydalanish kerak. Nega negativ ko'paydi? Demakki, bo'shliqlar hosil bo'lyapti unda. Bo'shliqni o'zini talantini ochib, qobiliyatini ochib, to'ldirish o'rniga boshqa to'ldirilgan joyga hujum urishgan. Bu nazar xato, lekin negativ bo'lishi to'g'ri. Bo'lishi kerak. Bu rivoj degani. Oxirgi 5 yil ichida O'zbekiston mana shunday negativ bo'lsa ham zo'r rivojlandi-da, bir-biri o'sish bo'ldi. Mana tashqi mamlakatlar nazari bilan qaraganda, mana chet ellik do'stlarim bor, ular O'zbekistonga tez-tez kelib ketganini va oxirgi 5 yil ichida ayniqsa Toshkentni hamma jihatdan tez o'sganini, insonlarning fikrlashi ham o'sganini e'tirof qilishadi. Bu ham o'sha negativlar, insonning orzulari kattalashishi bilan bog'liq va bu juda to'g'ri. Tushiruvdik, o'shanda bosh miyada o'simtalik chiqdi. Juda katta edi. Miyani 4 qismi bo'lsa bir qismida bor dedi. Lekin bolaga nerv tomirlariga hali o'tmagan. O'shuning uchun bolani hamma organizmi yaxshi ishlayapti dedi, bilintirmagan. Bir kurs ichib oldik, asha Halila dorisini. Rossiya yaxshi o'zgarishlari, o'zim Rossiya yaxshi his qilyapman. Oldingi holatimga qaytdim dedi. Xudoga shukr. Xo'slaymasin. Shunisidan ham xursand bo'ldim. Ishdan oldin bu operatsiya bo'lishidan oldin ham sudurgi bo'lmagan. Bir xilgi bolalarga sudurgi belgi berar ekan bu narsa. Bizda unaqa belgi bermadi-da. O'sha bir marta sudurgi berdi, ashundan keyin qo'rqib qoldim. Halila ichmasdan oldin ayam aytgandek vahiman, o'zimga ishonmasdim. Buning uchun ancha o'zimga Yaxshimisiz ancha bundan chiqqandan keyin? O'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshdimi? Oldingidek holatda yo'qmi, Xudo xolasa? Qo'rquv yo'qmi? Hech qanaqa? Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Va siz mana shunday ichida negativ fikrlar yoki alamzadalik urchib qolgan insonlar bilan ham ishlaysiz. O'zi asosan shular bilan ishlayman. Chunki men ham bir paytlar shunaqa bo'lganman. Hozir men bu fikrlarni yo'q joydan olib gapirmadim. Ustozim bilan shunaqa hazillashadi. O'tirgan joyimda ko'za qila olmayman-ku. Hozir men bu gaplarni o'tirgan joyimda to'qimadim. Bir paytlar men ham shunaqa bo'lganman. 5 yil oldin oilam to'la to'kis, turmush o'rtog'im juda o'sha kasb jihatdan ham, inson jihatdan ham juda yaxshi inson, farzandimiz bor, uyimiz bor Toshkentdagi joyda, shu viloyatdan uy qilish bu nima-ku? Hamma narsam borda, bir qiz, bir o'rtoqlarim havas qiladigan hamma narsa bor. Lekin menda nimadir yo'qda. Bo'shliq paydo bo'lgan. Bo'shliq paydo bo'lgan. Nimaga? Chunki men hayotimni rang-barang qilish, o'sha baxtli yashashni boshqa bir shakli, hozirgi to'kislikdan boshqa bir ranglarini payqayapman-da. Yo, inson o'zini bilganlarini insonlarga berib ham baxtli bo'lishi mumkin. Ya'ni baxtni boshqa bir shakllarini ilg'ayapman-da, lekin men tam ushlab ola olmayapman. Va o'rtog'im Instagramdan chiqib qolsa, chiroyli kiyinsa, nimaga bu chiroyli kiyinadi? Men chiroyli kiyinmayman. Borib qarzga kiyim olib kel. Bittasi yana televizorga chiqsa, nimaga men endi terga tegib o'lib qoldimmi? Men ham nimadir qilishim kerak. Mana shunaqada. Fikrlar bo'lgan sizda. Shunaqa bo'lgan. Men hozir o'zimni o'sha oldingi holatlarim bilan ishlayman. Mani odamlarim bu mani o'zim. Ular keladi, men darrov taniyman. Yangilik emas ular. Yangilik emas. Men ularni o'sha uchun ularga juda tez yordam bera olaman. Bilaman. Ularni shunday kuzatib turaman, o'yinni tepasidaman, o'sha men o'yinning ichida edim o'sha paytlar. Va qanaqa men o'zimni o'tga cho'qqa urib, bir tuppa-tuzuk odamni xiyonatkorga chiqarib, masalan, juda qattiq rashk qilib, rashkni pikini yashaganman masalan. Lekin turmush o'rtog'imni ko'rsangiz, u odam qo'y og'zidan cho'pa olmaydigan. Keyinchalik kulganman-da, shu odamdan ham rashk, shu odamni ham o'ylaysan. Shunchaki magazinga kelib chiqishi, borib kelishi ichida ham xiyonat qiladigan darajada o'ylaganman-da. Boshqa rang-baranglik bo'lmagani uchun aynan mana shunaqa kichik narsalar bilan kurashishga boshlagan. Yopishganman. O'zi keraksiz narsalar lekin yopishganman, chunki men ichimda katta bo'shliq paydo bo'lish boshlagan. Va men keyinchalik bu bo'shliqni o'zini qalbim o'zi istagan narsasi bilan to'ldirganimda hamma narsa joyiga tushdi. O'sha erim, bolam, hayot, hammasi go'zal ekan. Lekin men shu go'zal narsadan ham negativ
qidirganman, bo'shlig'im bo'lgani uchun bo'shliq to'lishmas, to'ldirishni boshlaganimda, chunki insonning hech qachon bo'shlig'i to'lmaydi, bir bo'shliq to'ldirsangiz yana bir bo'shliq topiladi. Shu to'ldirishni boshlaganimda hammasi joyiga tushish boshlagan. Hayot naqadar go'zal bo'lish boshlagan. Va ayollar uchun, ba'zida qizlar uchun ham oilani, ham o'zi tanlagan yo'nalish, ish faoliyatlarini bir xilda olib ketish, muvozanatda ushlash oson bo'lavermaydi. Hozir o'sha katta rejalaringiz, katta maqsadlaringizni ichidasiz, olib ketyapsiz va bu o'rinda oiladagi o'rningiz va oilaviy, shaxsiy boshqa munosabatlaringiz bilan bog'liq bir tafovutlar paydo bo'lib qolmayaptimi? Qarang, bir sinfda 30 ta o'quvchi bo'lsa, 30 ta o'quvchini o'zini vazifasi, o'rni bor, to'g'rimi? Va dunyoda ham shunaqa. Bu dunyo bir katta sinfxona oladigan bo'lsak, qaysidir foiz insonlar faqat eshituvchi, o'rganuvchi, kelib ketuvchi, qaysidir foiz insonlar tozalikka javob beradi, tozalik komissiyasining raisi, qaysidir sinfkom, rahbar, boshqaradi va hokazo. Va shunday sinfda ham ma'lum bir tip odamlar bor, ya'ni ular juda katta ijod qiladi va ko'p narsalardan xalos bo'ladi. Sen buni qilma, doska artma deydi, sen qo'shiq ayt deydi. Chunki maktabimizda obro'ziga obro' qo'shyapsan deydi. Chunki uni doskani artishidan ko'ra qo'shiq aytishi maktabga foyda. Masalan, men ijodkor bo'lganim uchun juda ko'p narsalardan qutqarilganman. Pol artmaganman yoki qanaqadir hamma qaysidir qatlam bilan bir xil mehnat qilmaganman. Men ijodim bilan qutqarilganman ko'p joyda. Sen buni qil. Masalan, oddiy universitetlarda katta parali darslar, sessiyalar, boshqalar bo'lganda katta tadbirlarni deb shunda qutqarilardik. Davlatdan biz Zulfiya mukofoti sovrindorlari olinganda biz qutqarilardik. Xuddi shunday dunyo ko'lamida olsangiz ham qutqariladigan insonlar bor. Toifa bor. Masalan, farzandga qarash qila oladi. Doska arta olmaydimi o'sha qo'shiq aytadigan? Ayta oladi, lekin qutqariladi. Chunki u farzandiga qarashdan ko'ra ko'plab farzandini qutqara oladi agar u qo'shiq aytsa yoki agar u she'r aytsa, agar u coachlik qilsa. Tushunyapsizmi? Endi bu bilan men umumiy ma'noda gapirdim. Nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz, taxminan. Masalan, oilaga qanaqa vaqt ajratasiz degan joyiga men shunaqa umumiy javob berdim, что agar men vaqt ajrata olmay qolsam ham, bu demak meni dunyo meni qutqarganidan, meni o'zim bundan emas. Ya'ni menda shunday talant, shunday imkoniyat bor ekanki, meni dunyo boshqa o'ringa qo'yib qo'yapti, unga yordamchi, oldiga yordamchi olib kelyapti. Onadan ham yaxshi yordamchi. Masalan, singillarim qaraydi bolalarimga. Shunaqa dunyoning taqsimotida xatolik yo'qda. Men hayotimda nimaiki jarayon bo'lgan bo'lsa, hammasi to'g'ri bo'lganiga, masalan 3 yil uydan chiqmasdan erimga ovqat, 3 mahal ovqatlar qilib, salatlar qilib, menga hozir aytsa, hech kim, men aytsam hozir hech kim ishonmaydi. Lekin men qo'lim kesov, qo'lim nima deydi, sochim supurgi bo'lib xizmat qilganman. Zo'r kelin bo'lganman masalan. Qayn ukalarimga qaraganman, boshqa uyni shunaqangi yaltiratib qo'yganman, zo'r povur bo'lganman. Hozir men oshxonaga yaqinlasha olmayman. Chunki menga boshqa vazifa tushdi. Yaqinlasha olmayman degani qila olmayman degani emas. Qilmayman degani ham emas. Qilmayman ham degani emas. Afsuski vaqt yo'q. Lekin sizga yordamchi beradi-da. Xuddi sizdek qiladigan insonni, chunki sizda o'sha bor-ku, qanday qara olasiz? Shunday. Ba'zilar ya'ni bir tadbirkorlik bilan, biznes bilan shug'ullanib ketgan ayollar kelishadi-da menga, enagam yaxshi emas. Yoki men bu yordamchim o'g'ri chiqdi. Yo'q. Demakki, u ham enaga bo'lganda xuddi shunday bolasiga shunaqa qarardi. Agar u ham shunday ishchi bo'lganda, u ham o'g'irlardi. Sen qanday bo'lsang, shundaylar uchraydi demoqchi. Shundaylar uchraydi. O'sha uchun men yordamchilarimdan ham men hayotimda bor insonlardan butunlay rohatman. Ya'ni men o'zimni tarbiyalash bilan shug'ullanaman. Ular ham o'zini o'rnida meni akslarimda ular qiladi. Agar men o'zim bolamga qaraganimda ham xuddi shunday qarardim. Tushunyapsizmi? Meni ichimdagi onalikni bir ramzi sifatida bir inson keladi hayotimga. Va bunda meni xavotirim yo'q. Aytadi, voy bolangdan xavotir olmaysanmi, chet ellarda yurasan, kichkina farzanding bor, boshqa yo'q, xavotir olmayman. Men dunyoni taqsimotiga, yaratuvchining xaritasiga, uni
qonunlariga to'la ishonaman. O'sha uchun savolingizga javob topdingizmi? Va avvalgi suhbatlarimizdan birida shunday fikrlar ham yangragandi, balki montajda qo'yarmiz. Ya'ni insonga yaratgandan boshqa motivator, yaratgandan boshqa psixolog yoki qalbshunos kerak emas. Inson o'zini o'zi bemalol tarbiya qilishi mumkin. Tushkunlikka tushgan paytda ham o'zi chiqib ketishi mumkin bemalol degan fikrlarni aytishganda kelgan suhbatdoshlarimizdan biri Qamariddin aka, shayxim. Va bu fikrlarga boshida ham qisman javob bo'ldi. Yana ham bir to'liqroq fikrlaringizni bildirsangiz ham yaxshi bo'lardi. Fikrimni boshida aytganimdek, insonni haqqi baxtli bo'lish va mana shu haqlarni ichiga inson o'zini o'zi tuzatish, o'zini o'zi komillikka olib ketish, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi chiroyli hayotga yo'naltirish haqqi, uni ichida. Ya'ni bu o'sha ovqat yeyishga, tabiatga chiqishga, qarashga, gapirishga o'xshash oddiy instinkt. Insonni o'zini o'zi tuzatishi. Agar bir joyingizni bir nima tilib ketsa, siz dori qo'ymasangiz ham u tuzaladi. Ko'rganmisiz? Bolaligimizda qancha joyimiz kesilib ketib, yana dori qo'ymasak ham, chiroyli plasterlar yopishtirmasak ham chiroyli bo'lib qolgan. Nega? Chunki tanada o'zini o'zi tiklash xususiyati bor. Ruhiyatda ham o'zini o'zi tiklash xususiyati bor. Lekin bunga insonlar dosh bera olmaydi. Hamma. Mana kesilganda doktorga chopganimiz singari, ruhiyatimiz kesilganda ham biz mutaxassislarga chopamiz va bu juda ham normal hodisa. Insonning qo'rquvlari, ikkilanishlari, shubhalari shu narsaga olib keladi. Lekin hali aytganimdek, agar u hamma narsani o'zi qilaversa bir inson, agar u ruhiyatini o'zi tiklay olishini 1-2 marta tajribada ko'rgan bo'lsa, muammo yo'q. Shuning uchun ham ijodkorlar malades, o'zini o'zi tiklay oladi dedim. Chunki ular ijodda bir nimani berish kerak odamlarga, o'sha narsani berish uchun yashab ko'rish kerak, o'zi ichida qutqarilish kerak. Va siz intervyularingizda menga yangilik bo'lgan ikkita narsa. Birinchisi, siz shoira bo'la turib, matematika, fizikani juda yaxshi o'qigan ekansiz. Men ko'plab ijodkorlar bilan gaplashganman, matematika, fizika desa yo'q deydi. Umuman maktabda ham yaxshi o'qimagan. Ikkinchisi, sizni hozirgi yo'nalishingiz, ya'ni psixologiya, umuman mana insonlarni life coach, umuman insonlarning ruhi, qalbi bilan ishlash yo'nalishida matematika, fizikani muhimligi haqida aytgansiz. Men uchun bu realniy yangilik bo'ldi. Bunaqa fikrlarni men boshqa siz yo'nalishdagi soha vakillaridan eshitmaganman va ijodkorlardan matematika, fizikaga yaqin bo'lgani, matematika, fizikani yaxshi o'rgangani haqidagi gapni birinchi marta eshitishim. Dunyo matematika o'zi, fizika, geometriya. Bir ustozim aytgandilar, agar san yuragingdan chiqayotgan qonni qaytib yuragingga quyilib kelishdagi vaqti, ritmi, lokatsiyalarini o'rgansang, dunyodan 2 qo'ling ko'tarib o'taver. Hamma narsani bilib o'tibsan. Ya'ni u joyda matematika bor, geometriya bor, geografiya bor, hamma qonun bor. Xuddi shunday dunyo matematikasiz mavjud emas. Meni eng ko'p matematika, fizikaga qiziqishim bo'lgan maktabda. Faqat aniq fanlarni sevganman. Hattoki o'qituvchimiz o'sha fizikadan olimpiadaga borayotganimda adabiyot o'qituvchimiz qizg'onib meni bora san mashinalarni tuzatuvchi bo'lasan. Mashina o'g'il bola sinfdoshlaring mashinasini olib kelsa tagini tuzatib o'tirasanmi deganda o'sha qizg'on meni fanimdan olimpiadaga borsin degan. Lekin men o'sha parallel ulash, ketma-ket ulash deb laboratoriyadan chiqmay fizikani jinnisi bo'lganman. Men unga juda qattiq mehrim bo'lgan va respublikalarda ham yutganman. Hozir meni hamma fikrlarimda fiziklar juda yaxshi biladi, geometriklar yaxshi biladi, ayniqsa shoir, ijodkorlar yaxshi biladi. Ular ichida chunki matematikasi bor. Meni gaplarimda matematika, fizika bor. Lekin men fizikani o'zini tilida aytsam, nima deyapti deydi. O'zi zo'rg'a tushunadi mana odamlar. Yana fizika tilida gapirsam, tushunishmaydi. Lekin fizika, men o'rgangan fizika to'la ruhiyatga tushadi. Men tashqarida o'rgangan fizikachi, mana o'sha Newton qonunlari, Einstein hammasi bu ruhiyat bilan bir xil. Tasavvur qilmaydigan darajada bir xil.
tushunyapsizmi? Mana bir jismga boshqa jism ta'siri bo'lmaguncha u o'z harakati va holatini o'zgartirmaydi. Nyutonning birinchi qonuni. Lekin buni shunaqa deb tushuntirsam, senga bitta insonning ta'siri ruhiy holati bo'lmasdan turib, o'zgarmaysan desam, bo'lmaydi, unaqa tushunmaydi. Tushunyapsizmi? Bu meni fizikani o'rganib, talqon qilib, shakllari chiqib ketib, uni yuqi ichimda qolib, hozir gapirayotganim. Va ijodkor tilida yetkazib Yetkazyapman. Ham filologiyani bilganim, o'sha zo'r ustozlardan dars olganim, filologlar, katta Omonullo Madayevlar, Bahodir Yo'ldosh Karimovlar, juda katta ustozlardan dars olganman. Ular mana shuni ichimdagi aytmoqchi bo'lgan gapimni chiroyli ifodalash uchun yordam berishganda va ikkalasi bir bo'ldi. Matematika va ifoda bir bo'ldi menda. Va hozir bularning natijalari qanday bo'lyapti? Ya'ni odamlar bilan ishlashda doim ham bir 100%lik, hamma ishda ham 100%lik natijaga erishib bo'lmaydi. Kimlarningdir ichidagi o'sha alamzadalik, qo'rquvlar shu darajada kuchli bo'lishi mumkinki, ularni misol qolganlarga ketadigan vaqt, qolganlarga ketadigan energiyangizni sarflasangiz ham mana shu qo'rquvlar, alamzadalik yo'q bo'lmasligi mumkin. Undan keyin metastaz beryapti. Bu yerda bor edi o'zim bo'ynimda. Narsa bor edi. Menchalik narsa bor edi, tochka bor edi, xolos. Bu ikki teng binoga kelgan bu. Lekin men bo'ynimdagi qo'zg'almasdi-da, ashundan keyin qo'zg'aldi. Qo'lim umuman qimirlamas aytibman, qo'lim munoyatlarda bor edi ishik. Mana shu nima? Ishda bor edi. Men mana shu yerdan boshlab magacha do'mbira qo'zib ketgan. Mana qo'lim mendagi emasdi-ku. Mana shunday qilib turmandek qilib ishab, mana shunday ishab. Shunday yurardim. Agar men shunday qo'yib yuborsam, shalapida tushib ketadi. Luxtalarim necha marta qo'qib ketgan. Qo'lim tushib ketgan edi. 8 kun bo'lganda dorini ichganimda o'zgarishni bildim-da. Men qo'lim may tortalib, bunday tushib qoldi. Meni eshikka chiqizib ham, men qo'lim ham odamga bola yetalaydigan bo'lib qopti, mana dedim. Dedim men keyin desam, ashta bu foydasi bo'lyapti ekan dedi. Endi men bo'ynimdagi bez mana yerga deydi. Insonlarning istagiga bog'liq o'zgarishi, menga emas. Men boya fikrimiz kesilgan joyi bor edi, ritm haqida gapirdim. O'sha she'riyatdagi bo'g'imlar haqida gapirdim. Hamma ham she'r yoza oladi aslida. Hammani ham hayotga aytadigan gapi bor, lekin shoirlar taq to'g'ri ayta olgani uchun hamma ham qo'shiq aytishi mumkin, lekin nima uchun qo'shiqchi? Chunki ritmga solib ayta olgani uchun, uni professionalligi shu. Xuddi shunday meni ham aytayotgan gaplarim bu qo'shiqchini, shoirni, bastakorni ijodi singari men shunchaki o'z ichimni to'g'ri ritmga, to'g'ri ifodaga qo'ya olsam, bu meni vazifam shu. Men uni yedirib ichirib qo'yish meni vazifam emas, u uni istagiga bog'liq. Lekin qo'shiqchi o'sha qo'shiqni aytganida, dardini chiqarib to'g'ri yetkazib bera olganida, o'zi bilmaydigan holda chekka insonlarga ham shifo bo'la oladi, to'g'rimi? Lekin u chekka insonni o'tirg'izib qo'yib, "Sen meni qo'shig'imni eshitishing kerak, og'zingni och, qo'yaman. Men bu joyda men bu narsani aytdim" demaydi-ku. Xuddi shunday, meni vazifam menga ehtiyojmand bo'lgan odamlarga men o'zimni hayotga aytmoqchi bo'lgan gaplarimni to'g'ri ritmda, to'g'ri ifodada, bor bo'yi bilan anglaganim qadar ifodalasam, men ana shu joyda maza qilaman. U joyi qolgani ularning istagi bilan bog'liq. Ular istagani qadar shimiy oladi. Natija ham aslida siz qanday zo'r ifodalashingizga bog'liq. Masalan, o'sha reytingi baland qo'shiqchilar demakki zo'r yediribdiki insonlarga o'sha qo'shig'ini, undan shifo topibdi yoki o'sha hayotiga kirib ketdi. Demakki meni vazifam zo'r berish, zo'r yedirish. Tushunyapsizmi? O'zimni gapimni zo'r yedira olish. Bu degani o'shanday natija degani. Men bilaman o'zimni holatimdan, ularning natijalarini men o'zimni holatimdan bilaman. Chunki nimaiki kurs qilsam, nimaiki bir ma'ruza qilsam, ma'ruza devordim, gapirsam, nutq qilsam, bir dardni olaman, to u dard yechilmaguncha ko'nglim yorishmaydi. O'sha dardga o'zimni mubtalo qilaman.
hech narsa qilmaydi. Mubtalo qilganimga ham ziragim tushib ketdi. Nimadir bo'ladi, mayli. Mubtalo qilaman, xuddi o'ziga o'zi istab dard yuqtiradigan tabibday o'sha kasallik bilan olishib oxirida davo qilib chiqib ketmasam, demakki ular ham kasallanib qoldi. Aslida men nutq so'zlayman deb ularni kasal qilib qo'ygan bo'laman. Tushunyapsizmi? Agar men o'zimni qutqarmasam u yerda. Ya'ni siz savolingizga javob, natija bu meni o'zimni qanchalik o'zimni vazifamni bajara olganlik holatimga bog'liq. Holatim zo'r bo'lsa, men ulardan umuman xavotir olmayman. Ikkita omilga bog'liq ekan. Bittasi o'zingizni ishingizni qay darajada bajara olganingiz, ikkinchisi sizni oldingizga kelayotgan odamni istaklari. Istak qanchalik past bo'lsa, siz ming baland natija ko'rsatsangiz ham foydasi bo'lmas. Shunday. Shuning uchun men unaqa ko'p reklamalarni yaxshi ko'rmayman. Meni odamlar o'zlari topib kelishini xohlayman. Chunki o'zlari topsa istak bilan keladi. Istak bu meni vazifam bilan bitta to'lqinda bo'lgani uchun ship ola oladi, natijaga tez chiqa oladi. O'sha uchun o'zi men 5 yildan beri faoliyat yuritaman life coachlikda. Aslida bu o'zi yozib yurgan she'rlarimni, yozib yurgan hikoyalarimni boshqa bir shakli. Men tezroq yetib borish uchun chiqdim, mikrofonlarni oldim. Men bunaqa yo'llar bor ekan, qutqarildim, kelinglar sizlarni ham qutqaraman dedim. Aslida o'zimni ham qutqardim shu yo'l bilan. 5 yildan beri faoliyatdaman, lekin endi mana siz ko'ryapsiz videolarda boshqa, chunki meni hamma odamlarim bir-birini yetaklab kelgan va reklamadan emas. Bittasiga yordam berganman, ikkinchisini olib kelgan, ikkinchisiga yordam bergan, uchtasini olib kelgan. Shunaqa bo'lib yurganman. Va meni auditoriyam har doim bo'lgan. 5 yilda ham katta auditoriyam bo'lgan. Lekin endi men Instagramga 1 yildan beri nimadir qo'yyapman. Ishlamaganim. Endi lekin men tushundimki, mahsulot agar yaxshi bo'lsa, ya'ni yillardir natijasini ko'rsatgan bo'lsa, demak hech qanday uyati yo'q buni bemalol katta sahnalarga chiqartirishga. Va o'shandan keyin fikrim o'zgarib, ehtiyojmandlar, balki meni qidirib yurganlar, uzoq-uzoqda qidirib yurganlar bordir deb endi chiqyapman. Va sizga yaqinlaringiz, do'stlaringiz o'rtasida bir qarshiliklar yoki bir teskari fikrlar bo'lmaganmi? Masalan, men ko'rdim, Zulfiya mukofotini olgan va shoira sifatida faoliyatingizni olib borayotgan davrlaringiz bilan hech bo'lmasa tashqi ko'rinishingizni solishtirsa ham yer bilan osmoncha farq bor. Fikrlashingiz, so'zlashlaringizda ham katta yer bilan osmoncha farq bor. Va bu kabi keskin o'zgarishlarga sizning yaqinlaringizning reaksiyasi qanday bo'ldi? Ular to'g'ri qabul qila olishdimi? Yaqinlarimdan qarshi fikrlar bo'lmagan, lekin kulishgan ustimdan hammasi. Men eng boshida eng birinchi adabiyot olamidan uyalganman. Eng birinchi fikrlarimni aytib, insonlarga dars berayotgan paytimda, ular nima tupa-tuzuk shoir eding, motivator bo'lib ketibsanmi degan gapidan uyalib, pana-panada reklamalarga chiqmaganim ham o'shandan edi. Shu pana-panada yurardim. Chunki shoirlik bu oliy bir irq, u kambag'al bo'lib o'tsin, lekin so'ziga sodiq qolsin, mashrabga o'xshab qo'lohini yelkasiga tashlasin, u darbadarlikni kasb etib dard cheksin, eri bo'lsa ham, bolalari bo'lsa ham shu o'tiraversin degan miya qolib ketganda o'sha paytda bitta oraturada xafa bo'lmasligingiz uchun medal taqib qo'yishsin va hayotingda davom etib ketaver. Zulfiya mukofotini olding, keyinchalik xalq shoirini ol, boshqa bo'l, shu bilan o'lib ket. Men bu narsadan dahshatga tushganman va lekin endi o'sha paytda davlatni erkatoyi bo'lish, qo'ni-qo'shnilarni onamni qo'ni-qo'shnilarni oldida Zulfiya mukofotini sovrindorini onasi deyish menga ma'qul bo'lgan va shu ma'qul bo'lgani uchun ularning qoidalarini ham olganman. Endi men sizga bo'rttiribroq aytdim, biz adabiyot sahnalari olamida shunaqa gaplar bo'lardi. Shu dunyo suv bosib ketmaydimi? Biz suv bosgan dunyo haqida she'r yozib o'tirish degan kayfiyat bor edi-da, tushunyapsiz? Uni qutqarish emas. Men shunda turmushga chiqqandan keyin o'ylashni boshladim. Qutqarilishi kerak. Inson dard bilan yashash emas, chiroyli dard bilan yashash, okey. Zo'r ifoda qilish zo'r, she'r
chiroyli tashbihlar bilan, lekin u bir insonni hayotini qutqarishi kerak. Eng kamida o'zini qutqarishi kerak. Agar u shuncha zo'r she'r yozsin-u, noni bo'lmasa yeyishga yoki zo'r she'r yozsin-u, sahnalarda o'rni bo'lmasa, u yozgan she'ri nima uchun ne'mat qilib berildi? Ya'ni bu yerda bitta netolik bor, bir nimadir bor dedim-da. Va men o'sha yozgan she'rlarimni, yozgan hikoyalarimni umuminsoniylik tarozida, umumiyat tarozida tortishni boshladim va nimadir kam, shijoat kam, jasorat kam, chiqish kam, katta dardlarni aytish kam deb turib, o'zimga kimyo qo'shib o'zimni qutqarishni boshladim. Yo'q, mani talantim menga nom berish kerak dedim. Medal kutib o'tirish kerak emas. Men she'rlarda bitta gapni aytayapman. Ey inson, o'zingni ichingga qara degan gapni aytayotgan ekanman. O'zingni ichingga qara deb ichimda aytib yurish emas, o'zingni ichingga qara deb tashqarida aytish uchun nima kerak menga dedim-da, tushunyapsizmi? Men o'zimni ichimga o'zim fichirlab o'tib ketish emas, dunyoga ochiq aytish uchun nima kamga, menga yana bir qurol kerak deyapman. Yaqinlar haqida gapirdik-ku, men ana shu narsani, mana shunaqa kerak, bunaqa kerak degan narsalarni turmush o'rtog'imni soat kechasi 3 gacha qo'yib o'tirg'izib, haykal qo'yib, mana shunaqa bo'lish kerak, mana shunaqa bo'lish kerak deb gapirardim. Charchab ketganlaridan, kitob mana shunga yozing, kitob chiqaraylik xatyabi. Mana shunaqa derdilar. Keyin yaqinlarimdan o'sha adabiyot olamidagi o'rtoqlarim bor edi. Siz ham taniysiz, u o'rtog'imni ertadan kechgacha ovqat olib berib, iltimos mali bunaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak derdim-da unga. Oh derdi, faqat kulardi ular. Chunki kulishga haqqi bor edi. Nimaga? Men aytayotgan gapimga o'zim munosib emas edim. O'zim qutqarilmagan edim. Xo'p, shunday ekan, o'zingni hayotingni to'g'rila, o'sha aytayotgan gaping o'zingni yuzingga ursin, kiyimlaringga ursin, harakatlaringga, hayotingga ursin. Xo'p, dunyo dard chekmasligini istasang, dardlarni go'zal yashashni o'rgan. Turmush o'rtog'ingni rashk qilma, farzandingga erkin muomala qil, qo'ni-qo'shnilaring bilan zo'r munosabat bo'l. Xo'p, shunda ichingda dard bor ekan, nimaga hali ham urushib yuribsan odamlar bilan? Hali ham eringni rashk qilib yuribsan, hali ham bolangga yaxshi munosabatda emassan. Nimaga o'zing tinchmassan? Ana shundan keyin men hammasini o'zgartirishni boshladim. Va men ustimdan kulgan yaqinlarim, telba, bu nimalarnidir gapirib yuradi deydiganlar meni sekin-sekin o'zimni yuzimga urilgan o'sha ilmni ko'rib, men qutqarilgan ilmni ko'rib, hech narsa tan olib boshlash shunday. Ularni men kulgidan, "Sen meni ustimdan kulma, men zo'r gapiryapman" deb ularni og'zini yopolmasligimni bildim. Men ilmni o'zimda ko'rsatib isbotlay olishimni bildim-da va shu yo'ldan ketdim. Undan keyin isbot qilishga hojat ham qolmadi, chunki mana shu fikrlarga muhtojlar, shu qalbini eshita olmayotgan insonlar meni askarlarim, meni butun himoya armiyam bo'ldi-da. Gapirib ko'rdi-da, o'zim bilaman dedi. Orqamda shunday. Ular hech narsa demasa ham men shunday kuch his qilardim. Chunki aslida ular bu meni natijalarim edi. Ularning ham hayotida natija bo'lgandi. Bir ko'chalarda yursam, "Dixonim, sizni men shunaqa yaxshi ko'raman, sevaman" degan narsasini, bu hayajonini, bu sevgisini ortida men bilaman. U mendan pul xohlamaydi. U mendan bilmayman, boshqa bir manfaati yo'q. Demakki, ilmimni yeb bir yorishibdiki, u sevgi bo'lib otilib chiqyapti-da. Men unga hech kim aytmayapti, shunga hurmat ko'rsat, ehtirom ko'rsat, uni oldida yig'la, sev, quchoqla, bir rasmga tush degan narsani faqat ilm ayttiryapti. Demak, unga men bergan natijam ayttiryapti. U o'z-o'zidan kelmaydi meni yonimga va bundan bilaman, demak, ilmim hazm bo'lyapti ularda. Va bu ham misol o'zini o'zi isloh qila olish ham qandaydir bir iqtidor, talant belgisi. Umuman qaysi yo'nalishda bo'lmasin, iqtidor, talant bu bir tug'ma bo'lishi 100% deb ayta olamizmi yoki keyinchalik misol iste'dodli, iqtidorli bo'lib tug'ilmagan odam ham o'zini o'zi tarbiyalash, mehnat qilish orqali iste'dodli shaxsga aylanishi mumkinmi? Haq haqida juda ko'p gapiryapmiz. Yana bir aytaman. Haq nasiba olinur, berilmas deyiladi. Iste'dod ham, talant ham shunaqa narsa. Talant, iste'dod, baxtli yashash hammasi insonning haqqi, lekin u ololmayapti.
tushunyapsizmi? Olish uchun ba'zi bir instrumentlar kerak bo'ladi hayotda. Bu siz va biz bilgan o'sha qora kunlar yoki rangsiz kulrang kunlar, qanaqadir vafosizlik, xiyonat, omadsizlik yoki bo'lmasa kimdir bizga qarshi tuhmat qilishi va hokazo. Ya'ni hayotdagi mana shunday chigal kunlar talantni sug'urishga yordam beradi-da, talantni ichidan olishga yordam beradi. Shunchaki hamma ham bundan asbob, buni bir instrument sifatida foydalanmaydi. Buni bir dard deb erini, jamiyatini pana-panasida o'tib ketadi. Lekin oldidagilar, o'sha siz aytayotgan talantli, iqtidorli insonlar aslida talantini ishlatishni bilgani uchun u talantli. Boshqalarda ham talant bor, iste'dod bor, lekin u ishlata olish darajasiga olib keldi. U unga berilgan dardlardan nimadir yasadida, ko'prik qilib dengizdan o'tib ketdi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bizni talantimiz, iste'dodimiz ham haqqa o'xshab ichimizdan sug'urib olinadi. Mani 5 yil oldin ko'rsangiz, shu qiz shu gaplarni gapira oladimi derdingiz-da, tashqaridan aytsangiz. Chunki men tashqaridan bilmayman. Mana o'zi eski tanishlarim biladi, umuman boshqa odam bo'lganman. Ya'ni dadam aytganlar, "Sen eplab sahnaga chiqib qanday she'r o'qiyapsan? She'r o'qiyapsan" derdilar-da. Ular chunki dovdir edim-da uyda ham. Haligacha hayratda ular. O'sha hozir esimga tushib ketdi. O'sha televideniyada ishlayotgan paytimda bir kun chiqayapman, uyda o'tiribman. Ammam telefon qilyapti dadamga, "Shirali, kech bo'lib ketdi, qizingni olmadingmi? Hozir televizorga chiqdi" deb telefon qilishgan. O'sha shunchalik sodda o'ylashyaptiki, soat 9:10 da chiqyapman. 10 da hali ham ishxonada deb o'ylashyapti. Yozib, chizib olinayotganligini bilishmaydi. Nimaga buni esladim? Yozib, chizib olinsa ham men u yoqda she'rday zo'r gapirardim-da. Lekin uyga kelib mushuk bo'lib qolardim. O'sha dadam, ammam telefonlaridan keyin, "Qizim, shu o'zi nima bu, yozib olinsa rosa ularni boshini qotirsang kerak, ertalabdan kechgacha bitta gapni yozib olish uchun o'tirsang kerak derdilar-da. Men qanaqa qilib aytasan, ishonmayman, hayratdaman derdilar. Va ana shu hayrat hozir ham bor ularda, chunki oilada shunaqa. Adabiyot olamida ham shunaqa bo'lgan. Zulfiyachi qizlar chiqib sahnada she'r o'qish kerak bo'lgan. Hammamizni she'r o'qitib ko'rgan repetitsiyada va hozirgi prezidentimiz, o'sha paytda bosh vazirimiz meni Mehrnozda tanlagan. Shu qizlar o'qisin degan. Zo'r o'qiganman-da repetitsiyada. Lekin sahnaga chiqadigan paytda qaltirashni boshlagan. Men o'z nimam bilan imkoniyatimni boshqa qizga topshirganman. O'sha paytda bir nimadir o'qisham katta imkoniyat edi. Yo'q, men uni qila olmaganman-da. Qaltiraganman. Ya'ni meni ikkita olamim bor edi. Bir qarasangiz butunlay boshqa, hamma narsaga qodir qiz, bir qarasangiz o'ta qo'rqoq. Va men u qo'rqoq variantimda 24 yil yashaganman. Tasavvur qiling. Va ana shunday qo'rqoqni ichidan talantini sug'urib shu joyga keldim. Tushunyapsizmi? Mana shuncha vaqt ketdi deng. 5 yil ichida men sug'urib shu hali bilmayman yana qanaqa talantlarim ochiladi. Men Xudo bergan hamma narsani cheksizligiga aminman. Bu talant hali hech narsa emas. So'rasangiz berilar ekanda. So'rashingiz kerak. Nimaga so'rash haqida aytdim? Hamma inson ham qobiliyatli emas-ku, talantli emas-ku, sizdagi o'zini o'zi iroda qilib keta olmaydi-ku degan gapni aytdingiz. So'ray olishni bilmagani uchun ular talantsiz demoqchiman-da. So'ray olish kerak. So'rash uchun vaziyatlar beriladi insonga. Bir etikka oyog'i tiqiladi. O'sha paytda sudga erini qo'yniga chopmasdan Xudoga chopib, Xudoyim men shuni qutqaradigan yo'l ber deganda, mana seni talanting, shundan foydalan deb beradi. Ya'ni biz so'rashni bilmaganimiz uchun iste'dodsiz bo'lib qolganmiz aslida demoqchiman. Agar iste'dodsizlik bo'lsa, men iste'dodsiz edim. Agar o'zini o'zi iroda qila olmaslik bo'lsa, men edim. Hamma o'sha aytayotgan sifatlardan men edim. O'sha bilmayman, hozir oldimga kelayotgan 100% ayollarni, o'sha insonlarni 100-ni minus qatlamida turganman deb ayta olaman bemalol. Ular har holda mendan yaxshi-da, ular hozir kelayotganlar ham hozir mendan yaxshi. Meni eski holimdan yaxshi. Lekin o'shanday tublikdan, jarlikdan ham qutqara oladi inson deb men timsol bo'layapman-da, ularga.
man o'zim shunday his qilaman. Man Dixanim deb aslida o'zimni emas, o'sha o'zini chuqurlikdan olib chiqayotgan hamma qizlarni aytayapman. Sen deysan, chiqa olasan, chiqara olasan o'zingni. So'rashni bil. Man kurslarimda aytayotgan gaplarimda borib qazib bermayman uni ichini. Buni iloji ham yo'q. Inson insonga daxl qila olmaydi. Agar daxl qila olsa, sehrgarlar xudo bo'lib ketardi. Unaqa emas. Hech kimga daxl qila olmaydi, lekin shunchaki instrumentlar qayerda joylashganini aytishi mumkin yoki birga hashar qilamiz, musorlardan ichimizni tozalaymiz deyishi mumkin. Men shunchaki ularni o'zi bilan suhbatidagi chegaralarni olish bilan shug'ullanaman xolos. Ular o'zi bilan yaratuvchisi bilan to'g'ri aloqada bo'la olsa va o'sha narsa unga hamma javob olib keladi. Men javob bermayman. Siz aytdingiz-ku, motivatorlar, psixologlar, ular kerak emas deganda, to'g'ri, hayotni boshqarish uchun kerak emas ular. Har kim o'zining hayotini o'zi boshqarishi kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'rgatuvchilik kerak emas. Inson biladi, ovqat yeyishni qanaqa bilsa baxtli yashashni biladi. Faqat o'rtada musur tushib qolgan, o'rtada bir kirliklar bor, o'rtada qandaydir chalkashliklar bor, o'rtada ilmsizlik bor. O'sha narsadan qutqarish kerak. O'shanda u o'zini hayotidagi to'g'ri javoblarni ola oladi. Biz to'g'ri javob bermaymiz ularga. Biz to'g'ri javobga yo'naltiruvchi to'g'ri javoblar beramiz. Ya'ni o'zini javobini topish uchun insonni ichidagi sokinlik bilan ishlaymiz. Yo'lga olib boruvchi, manzilga olib boruvchi yo'nalishlarni ko'rsatib yordamlashamiz. Ular o'zi yuradi. Tushunarli. Omadsizlik bilan muvaffaqiyatni o'rtasida bir oraliq bor. Ya'ni bu oraliq ba'zilarda juda ham kam muddat bo'lishi mumkin, ba'zilarda juda uzoq bo'lishi mumkin. Endi u yozilgan nasiba, taqdir. Misol kimdadir 1 yil, 2 yil davom etishi mumkin shunaqa holat. Kimdadir 5 yil, 10 yil, 20 yillab davom etishi mumkin. Va uzoq davom etganda, muddat ko'p bo'lganda umuman o'zini yo'qotib bo'ldi, men butun umr shunday o'tib ketar ekanman degan insonlarni ba'zi uchratamiz. Eng birinchi shu omad so'ziga ta'rif beraylik. Ko'pchilik omad bor, shuning uchun men bu inson muvaffaqiyatli bo'ldi, omadi borda deb o'ylashadi. Lekin omad shunchaki badali to'lanmagan mehnatlaringiz natijasi. Biz ba'zida qilgan mehnatimizni javobini olmasak, bizga bu to'lanmaydi. Demak, bu mehnat zoya ketdi deb o'ylaymiz. O'zimiz ustimizda ishlashimiz ham, kimgadir xizmat qilishimiz ham farqi yo'q. Inson nimadir uchun harakat qilyaptimi, hayotini sifatlashtirish uchun u xazina bo'lib yig'ilib boriladi. Va omad degan narsa bu uni tayyor bo'lganida hammasini to'plab bittada to'lab berilishi omad hisoblanadi. Masalan, men 5 yil ichida paydo bo'lgan mutaxassis emasman aslida. Aslida men o'z ruhiyatim bilan uydan 15 yoshimda chiqib ketgan bo'lsam, hamma farzandlariga boshqacha, menga boshqacha muomala qilayotgan ota-ona bilan 15 yil yashagan bo'lsam, 15 yil buyog'ini hisoblang. Men 7 yil musofirlikda o'qib, o'zimni taftish qilib, o'zimni topishga, o'rtoqlarimdek yashashga, Toshkentda o'rnim topishga va hokazolarga harakat qilgan bo'lsam, o'shaning hisobini qo'shing va hozirgi hisobni qo'shing va undan tashqari yana ichingizda qancha yashaysiz. Mana meni hozir men qilgan narsalar. Buni tag orqasida katta yillar, katta mehnat bor. Ko'pchilik omadlida mana shuncha psixologlar, shuncha umrini bergan kasb odamlari bor, lekin deb aytishadi. Yo'q, bu omadlida deb aytishadi. Yo'q, men buning uchun men qancha to'lov qilganman. Hech bir so'm olmasdan o'zim ustimda mehnat qilganman. Hozir o'zim ustimda yana mehnat qilyapman, lekin to'lov bilan olyapman. Lekin odamlar buni omad deydi. Omad emas. Men u paytlarda qolib ketgan to'lovlarimni qo'shib olyapman. Ya'ni siz aytayotgan omadsizlik va muvaffaqiyat orasida vaqtni cho'zilib ketishi, ya'ni omadsiz odamni omadga erishishi, muvaffaqiyatga erishishi, bu shunchaki siz aytgandek hayotga siltab qo'yib qo'lini, baribir meni haqim to'lanmas ekan deb, na o'zini ustida mehnat qilishi, na boshqalarga bir xizmat qilishi, hammasini inkor qilib tashlagan bo'ladi.
Yaratgan bizga hali haqqini to'lamasimizdan turib ko'p ne'matlarni bergani singari javobini so'ramasdan turib bergan-ku. Biz ham hayotga shunday hali so'ramasdan turib berish yaratganlik sifati bo'lishi mumkin-da. O'shanday insonlarda omad bo'ladi. Mayli, haqqi qachon berilishi, hozir ishlay deydi. Chunki uni bu hayot zeriktiradi. Men boshqacha yashashim kerak deydi. Lekin siz aytayotgan vaqti cho'zilib ketadigan insonlar ko'nikib qoladi. O'sha qumursqa hayotga, chumoli bilan yashashga ko'nikib qoladi shunchaki. Inson ko'nikmasligi kerak. Juda ham ko'pchilik qanoat, ko'nikish haqida gapirishadi. Qanoatni bilasizmi? Biz boshqacha tushunamiz. Umuman men filolog bo'lganim uchun o'zbek tilidagi lug'atlarni qayta ag'darib, qayta o'sha isloh qilinishini tarafdoriman. Qayta ag'darilib tushuntirilishi kerak. Chunki juda ko'p so'zlar o'zini ma'nosidan istilohiy xunuk ma'noga o'tib ketgan. Masalan, sabr deydi, lekin sabr juda chiroyli tushuncha. Sabr degani senga kelayotgan vaziyatlarni anglab, Xudoni irodasi borligini tushunib, vaziyatlaringni yashab ber degani. Sabr qil degani bosib o'tir degani emas-da. Ko'pchilik bosib o'tirish deb tushunadi. Voy, shunday chiddab o'tirish deb o'ylaydi. Chiddab ichimga qo'yib sabr qilyapman deydi. U sabr qilyapman bunaqa so'z bunaqa aytilmaydi. Aytilmaydi ham hatto. Sabr qilayotgani bilinmaydi ham u insonni. Men sabr qilyapman demaydi-da, tushunyapsizmi? Shunday istilohiy ko'chib ketgan ma'nolar. Va qanoat so'zi ham shunaqa, qanoat qil. Ya'ni shukr qil, jim o'tir. Ya'ni harakatsizlikka da'vat bor-da bu yoqda. Harakatsizlik bor. Qanoat ham o'ta go'zal so'z. Qanoat bu sen davom et, lekin haq berilmasligiga qanoat qilib tur, senga haq beriladi. Sen qanoat qil. Qanoat bilan birga ket deydi. Qanoat bilan o'tirmas. Tushunyapsizmi? Qanoatda harakatsizlik bo'lib qolgan. Xuddi shunday boshqa mavzularga ham o'tib ketyapmiz. Omadsizlikka chalingan deb o'ylagan insonlar bu shunchaki qanoat qilib qoladi. Shunchaki haqqi berilmagan xizmatlarini qilmay qo'ya qoladi. Teskari ketib qoladi. Siz fikrlaringizdan umumlashtirib shunaqa javob oldimki, muvaffaqiyatgacha bo'lgan davr muddat qanchalik katta bo'lishi yoki kichik bo'lishi seni qilayotgan harakatlaringga bog'liq. Shunday. Harakatsizlik u muddatni katta bo'lib ketishiga olib keladi, harakat qilishingiz u muddatni kichrayishiga olib keladi. Muvaffaqiyat bu shunday narsa. Darrov kelishi mumkin. Bir kunda kelishi mumkin. Bu sizni mehnatlaringizni, bonuslaringizni to'planib, bo'ldi, o'sha chiqmasa iloji yo'q paytida-da u. Muvaffaqiyat bu erishilinadi. Muvaffaqiyat qozoniladi. Muvaffaqiyat bittada yozib chizib chiqish emas. Muvaffaqiyat to'g'ri bir lahzada paydo bo'ladi, lekin bir lahzani ortida siz o'sha yig'ib qo'ygan bo'lasiz. Siz mehnat bilan, zahmat bilan kelib bo'lgan bo'lasiz va qachon u bonusingiz to'ladi, bittada olib chiqib qo'yadi. Masalan, o'sha dodir bo'lib yurgan paytimdagi mehnatlarimni gapirayotgan paytimda bittada olib chiqib beryapti-da u ichim. Menda katta baza bo'lgan. Mani hozir filologiya fanlari da dars bergan ustozlarim ko'rib, "Voy, shu qizmi" desa kerak. Chunki o'qimagan deb o'ylashadi-da, lekin men qanaqa kitoblar o'qiganimni ular bilishmadi. To'g'ri, ular aytgan kitobni o'qimasdim men. Ular aytgan konspekt qilmasdim. Lekin to'g'ri ham qilgan ekanman. Bilasizmi nimaga? Men ko'nglimga qarab yurganman-da va shu o'zimni nima istashim, nima istamasligimni qoqilib bilib bordim. Va ichimda o'zimni tasvirim aniqlashdi. Men o'zi kimman, nimaman degan savollarga o'zim ketib javob topdim. Agar u ustozlarni haligi o'sha konspekt qil, boshqa deganni to'ppa qilganimda, ahmoqona, ya'ni shunday qilishi kerakligi uchun qilganimda, a'lochi bo'lib qilganimda, men ichimni o'qimasdan uni o'qib qolardim. Lekin bitta joyi bor, ham o'zimni o'qish, ham atrofni ham o'qish bor. Bunga men endi kelyapman. U paytda men ikkita tarafga olib keta olmasdim. Shuning uchun faqat ko'nglim ketib
ko'nglimdan ketganman. Agar men hozirgi ongim bo'lganda ham ustozlarning aytganini, ham o'zim aytganimni qilardim. Shunga hozir kuchim bor. Lekin u paytda men ichimda juda katta g'alayon bor edi. Men undan qutulib olishim kerak edi. Bu ichim o'zi baqirib yotgan paytda ustozni baqirishi ortiqcha edi-da, shuning uchun kesib qo'yib o'zim eshitganman. Va juda bilasizmi, kim nima deydi, bu coachlik mani eshitib ko'rsa biladi-da, ichida qanaqa matematika, fizika, falsafa, adabiyot hammasi borligini, bu katta bir yo'lligini keyin tushunishadi-da. Bu uchun meni ko'proq eshitib ko'rish kerak o'zi aslida. Mana shu uchun qanaqa mehnat qilganimni o'zim bilaman-da. Hozir men buni xursand bo'lib aytayapman. Yaxshi ham shu mehnatlarni qilganman. Hatto hozir ham mehnat qilaman. Bu degani shu coach bo'ldi. Har doim bemalol pul topadi va endi uni hayotiy jarayoniga falsafa kerak emas, u hamma narsani bildi degani emas. Men so'rab olaman, bilasizmi, dardni. Men ataylab o'zim tilib o'tiraman. Men shu vaziyatda mana bunaqa bo'lish kerak edi, bunaqa bo'lish kerak edi. Ba'zida dardsiz qolib ketsam tilib o'tiraman. Xudo menga boshqa bir dard bermasdan oldin oddiy narsalardan dard yaratib, ichiga kirib molekulyar atomigacha ochib, deb tushunib, bitta oddiy suhbatdan ham fojia yasab olishim mumkin. Vaholanki fojiani har xil turi bor. Avariya, boshqa hokazo bor. Men bilaman, inson qalbi bo'sh qolish kerak emas. Xudoga borish uchun har doim yuklanishi kerak va ishlashi kerak-da. Men qalbim bo'sh qolmasligi uchun, men hayotni anglab turishim uchun nimadir bilan fikrlab turishim kerak, tushunyapsizmi? Agar fikrlashdan to'xtasangiz, sizga jazo berishni boshlaydi. Ko'chadan bo'yni saratoni bilan onkologiyaga borganman. Oldimiga himiya deyishdi. Himiyaga olib bo'lmasdan nur oldim. Kasalligingizni eshitganingizda nimalar ko'z oldingizga keldi, opa? O'lishda o'lim keldi. Tinimsiz o'lib qolaman deyurdi. Allohga shukr. Ko'ziga o'limdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Bolalarim nima bo'ladi? O'lib qolsam bolalarim nima bo'ladi? Men shundan boshqa narsa gapirmadim. Bu Halilani 4 oydan birinchi o'tgan bo'lsa, 4 oy oldin shu tushganda 6 kun ichida bo'lgan. Masofa nimasi? Keyin hozirgi kunga kelib, shu 15 kun 20 kun oldin 2 necha ham bo'ldi? 4 nimaga qisqargan? 4 santimetrga. Ishtahasi yaxshi. Qanaqa ovqat olib kelsangiz buni yemayman demayapti. Eng muhimi, ovqat yesa endi tikka bo'ladi-yu odam. Eng muhimi, ovqat yeyapti. Nima ovqat bersangiz yeyapti. Yaratgan jazo berishni boshlaydi. Demoqchi bo'lganim, men tabiiy o'zimga o'zim dard yaratib yuradigan qizman. Ya'ni bu yo'l oson emas demoqchiman. Ba'zidachi Dixonimni ko'chiga borgim keladi. Ba'zida o'zim, o'zingizda ham bo'ladi shunaqa holatlar. Dixonim degan ko'chga borgim keladi. Bu degani o'zim eshitib o'tiramanda, voh, shuni energiyasida bo'lib qolsam hozir deyman. Demoqchi bo'lganim, juda holatdan pastga tushib ketgan paytlari bo'ladi. Lekin shunda ham o'zimni eshitaman, boshqa hech kimni eshitmayman. Bu ham tasdiq. Qarang, odamni kayfiyatiga ta'sir qiladi-da. Misol, hozir siz bilan suhbatlashib o'tirib, o'zimda ham bir kayfiyat ko'tarilyapti-da. Lekin shunday siz ishlaydigan insonlarning ko'pi ozgina gaplashsa, oddiy odam agar men gaplashsam, misol shu negativ fikrli, alamzada insonlar bilan gaplashsam, haligini ruhiyatidan bir kun chiqib keta olmay qolaman. Bir kun o'shani og'ir psixologiyasi, og'ir ruhiyati menga ta'sir qiladi-da, o'zimni ishlarimni ham qilolmay qolaman-da. Sizda ham mana shunaqa ularni bir yukini, dardini olib, o'zingizdan bir tushkunlikka tushib qoladigan holatlar bo'lmaydimi? Yo'q. Men mutaxassis bo'lganim uchun bu bilan qanaqa yechim bo'lishini, qanaqa kelishishligini yaxshi bilaman. Lekin hamma ham bilmasligi bu unga moyilligi. Masalan, sizga kimdir dardini gapirdi, siz bunga moyilligingiz uchun ichingizdagi to'lqinlar uni to'lqiniga yopishib oladi-da, quchoqlab oladi. Qarindoshimiz topib oldik deydi-da, keyin birga tushkunlikka tushib qolasiz. Lekin immunitet bo'lsa, immunitet bu himoya emas, kelisha olish. Ya'ni masalan, tanangizga yot narsa kirsa, immunitetingiz kuchli bo'lsa, uni tanangizga singdiradi. U chiqarib tashlamaydi, singdirish bilan shug'ullanadi, to'g'rimi? Ya'ni negativ fikrlarni olganingizda siz o'zingizga hazm qilishni, kelishuv yo'lini bilsangiz, ilm bilan qarasangiz,
u sizga yuk bosmaydi. Lekin hali aytganingizdek, energiya ta'sir qilishi bu o'sha u insonni maydoni bilan bog'liq. Agar maydonida toza xayollar, ko'p o'sha zaryadlangan, orzulangan fikrlar bo'lsa, sizni o'sha maydoniga tortib oladida, o'shandan zaryadlanasiz siz ham. Zaryadlanish, aytdim-ku, fizikaga ketib qoladi baribir. Zaryadlanadi, elektron bir-biriga zaryadlanadi-da. Negativlarning ichida negativni ham maydoni bo'ladi. O'sha maydonda eng ko'p urchitadi negativ fikrlarni, zaryadlanib qoladi. O'sha joydan shunaqa tok hosil bo'lib turadi. Yaxshi fikrlaydigan insonlarning aurasida ular ko'p zaryadlangan bo'ladi. Masalan, sizga coachlik qilmasa ham, sizga biznesni o'rgatmasa ham, aytaylik, Murat building bilan o'tirib qolsangiz, hech narsa demasa ham, siz negadir katta-katta binolar haqida, qanaqadir muvaffaqiyat haqida, qanaqadir birinchi bo'lish haqida o'ylashni boshlaysiz. U sizga hech narsa demadi vaholanki. Nimaga? Chunki uni maydoni shunaqa. U shunday zaryadlangan. O'sha xuddi shunga o'xshagan doktorlarni orasiga kirib qolsangiz, tozalikka e'tibor berishni boshlaysiz. O'zingiz bir sog'ligingizga qarashni boshlaysiz, chunki ularda eng ko'p shu fikrlar urchitilgan. Biz fikrlarni zaryadlari bilan yuramiz. Tashqarida. Ana energiya maydonimiz deymiz-ku bizning tilimizda. O'sha zaryad o'zi asli to'lqinlar. U joyda tok hosil bo'lgan bo'ladi. Energiya yo'qligi bu o'sha endi fikrlar eskirib qolgan, bir-biriga zaryad bermayapti, bir-biriga to'qnashib chaqmoq hosil qilmayapti. O'sha uchun energiya yo'qolib qoladi. Shuning uchun coachga chopadi, psixologga chopadi, eng kamida fikrlar, yangi fikrlarni qo'yadi, fikrlarga urchiydi, zaryad hosil bo'ladi. Siz hayotingizda qanaqa qadriyatlar borki, ularni hech qachon o'zgartirmaysiz? Bormi shunday qadriyatlar? Misol, imidjingizni o'zgartirgan ekansiz 5 yil oldin, dunyo qarashingizni o'zgartirgan ekansiz qanchadir miqdorda, lekin insonning ichida yashaydigan bir qadriyatlar bo'ladi-yu, har ne bo'lsa ham o'zgarmaydigan qadriyatlar. Har ne bo'lsa ham o'zgarmaydigan qadriyat bu menda hamma narsani eng sifatini, eng zo'rini tanlash. Har doim. Hech qachon men o'zimni arzon narsaga, vaqtinchalikka bo'lsa ham arzitmayman. Loyiqman deb hisoblamayman. Bugun shu narsani ushlamay turishim mumkin, o'sha arzitmay turishim mumkin, lekin men o'sha o'zim istagan sifat uchun mehnat qilib boraman o'sha joyga. Va men o'ylayman, men bandalarning ichida ham sifatlisiman, menga sifatli ne'matlar bergan. Bu uchun men ham sifatli yashashim kerak, sifatli ishlashim kerak deyman. Men uchun eng birinchi o'rinda sifat qadriyatim. Bu qadriyat narsa tanlashda ham va o'zingizni siz taqdim qilishda ham har doim sifatli taqdim qilishni xohlayman. Sifatli bo'lmasam chiqmayman, sifatli fikrim bo'lmasa gapirmayman. Tushunyapsizmi? Eng asos turish kerak-da, menda o'sha sifat turish kerak. Men bugun buni gapirishim kerak, bugun bunaqa qilishni xohlamayman. Keyin yana bir qadrlaydigan narsam, yangi narsalarni qadrlayman. Men uchun boy odam, men uchun muvaffaqiyatli odam ahamiyatli emas. Men uchun yangi odam ahamiyatli. Yangi degani o'sha boy bo'lishi mumkin, muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin, mashhur bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Ularning ichida noodatiyligi bilan farqlanib turadigan yangi hayotga nafas olib kirgan insonlar men uchun qadrli. Masalan, agar Instagramni kuzatgan bo'lsangiz, yaqinda Michael Jackson haqida qo'ydim. U butun dunyoga yangilik kiritganda, masalan, o'sha sahnada poyabzalini nima qilishi bor-ku, mundoq qilishi, u yangilik, lekin u insonni fizikasi bunga dosh bermaydi. Aslida unaqa qilish bo'lmaydi. Lekin Michael Jackson ilojini topgan, o'sha joyda sahnada moslama bilan shunday qilish harakatini o'ylab topa olgan. Tushunyapsizmi? Bu hayotga yangilik, chunki uni dardi, uni aytmoqchi bo'lgan fikri uchun aynan shu harakat kerak bo'lgan. Iloji yo'q deb taslim bo'lmaganda va dunyoga yangilik beradigan insonlarda ham bir Xudoni ichida yangiligi bor-da, u tashib yuribdi-da va u tashqariga ham xuddi shu narsani berishga majbur bo'ladi. Va uni ifodasini qayerdan bo'lsa ham topgan bo'ladi.
O'sha uchun men uchun yangilik qadrli. Hech qachon qadriyatim orasidan shuni o'chirib tashlamayman. Ya'ni eski-yu muhtasham bunaqa narsalar yo'q. Men uchun yangi bir nimadir innovatsiya qilgan inson, hatto qarang, harakatlarida yangilik. Men odamlar bilan uchrashganimda uni eng noodatiy qismi qiziq bo'ladi menga. Hamma bir xil gapiradigan, ular menga 1000 yillik xazinasi bo'lmaydimi, u menga qiziq emas va men o'zim ham shunday. O'zimni 1000 yillik tajribam bo'ladimi, 1000 zo'r gaplar aytdimmi, umuman men u bilan maqtana olmayman. U bilan men faxrlana olmayman. Men yangi gap bilan faxrlanaman. Yangi narsa yarata olsam, nimadir chiroyli ifoda qila olsam, o'tgan kungi gapimni yangi ifodalay olsam, men planni bajardim deyman. Bu meni qadriyatim. Keyin yana bitta narsa qadriyatlarimga yolg'izlik. Yolg'izlik? Yolg'izlikni juda ham qadrlayman. Masalan, men shu hayotimgacha 20 uzr, yosh aytmaymiz. Necha yoshda edim? Mal topsin, necha yoshligimni. Kommentlarga yozishadi. Shu yoshimgacha to'g'ri oilaviy butun yashaganman. Hozir ham oilaviy butunman, farzandlarim bor, boshqa. Lekin men har doim yolg'iz yashaganman. Doim yolg'iz bo'lganman. Ruhim demoqchimisiz? Yolg'izlikka intilganman. Qayerdadir pana-pana joy bo'lsa, o'zimga o'zim maktub yozib qo'yganman. O'zimga o'zim gapirib yurganman. O'zim bilan suhbat qilganman. Va hozir ham ish jarayoni qayerda ishlaydi desa, pana-panada bir kafelarda hech kim ko'rmaydigan bir joyda kafeda o'tirgan bo'laman. Har doim yolg'iz bo'lishi meni qadriyatimga kirib bo'lgan. Nima uchun qadriyat? Qarang, bu degan odamlardan qochish emas. To'g'ri, meni eng boshdagi bolaligimdagi yolg'izlik bu odamlardan qochish bo'lgan. Chunki meni ular o'zini safiga olishmagani uchun men yaralanganman, shuning uchun qochish bo'lgan. Lekin men yaralarim bilan birlashib ketganimdan keyin yo'q. Men hozir mana shu joyda ham o'zimman aslida. Yana isbot. O'zimman aslida. Mana hozir men siz bilan gaplashayotganga o'xshayman, lekin men o'zim bilan gaplashyapman. Bu degani ancha men nazarga qilib qo'yarman, yana tushunarli bo'lib ma'nosi mana bu tasavvuf adabiyotini o'qigan, umuman adabiyotni tushunadigan odamlar meni tushunadi. Anjuman ichida, xilvat ichida o'zing qola olmak. Ya'ni odamlar bilan yashayverasiz, boshqa, lekin siz baribir o'zingizni eshitib turasiz-da. Men o'zimni eshitganim uchun mana shunday gapira olyapman. Siz hozir men sizni eshitsam, televideniyaga mos gapirishim kerak yoki Jasur akani istagan gaplarni aytishim kerak deb o'tirardim-da. Shunaqa, ya'ni tushunyapsizmi? Yolg'izlikni juda ham qadrlayman va yolg'iz insonlarni qadrlayman. Demakki, u nimanidir izlayapti. Yolg'iz degani eridan ajrash, xotin olma degan narsa emas yoki jamoaga kirma degani emas. Jamoalik ichida yolg'izlik. Va bir gap bor-ku, yolg'izlikka o'rgangan odamni ketish bilan qo'rqita olmaysan deydi. Kuchli insonlar ular demoqchisiz. Shunday. Tushunarli. Va hozirgi aytgan fikrlaringizga uni tankasi xudoda. Aynan. Romeo bir fikri esimga tushdi. Shunaqa mazmunda edi, aniq balki nuqta virgullargacha eslolmasam kerak. Sen menga qarab kimni ko'rsang, men o'shaman. Sen mendan nimani eshitmoqchi bo'lsang, shuni eshitasan. Menga qarab ko'rganing aslida men emas, o'zing deydi-yu. Shunday. Shunaqa fikrlarni umumiy yig'inda shunaqa xulosa keldi hozir. Va taqa olasizmi? Yo, davom etaveramizmi? Yaxshi detal bo'ldi bugunga. Qarang, mana shu ham qiziq. Endi dehqonimizlarga qachon tushib ketarkan deb odamlar kutib turadi. Qaysi fikrda tushib ketarkan deb. Ba'zilarda ichki intuitsiya kuchliroq bo'ladi. Ba'zilarda unchalik bo'lmaydi. Ya'ni oldindan bo'ladigan bir hayotidagi muhim voqelikka oldindan sezadigan insonlar bo'ladi. Endi bir avliyoga chiqarmoqchi emasman, shunchaki odamning o'z ichki sezish qobiliyatlari va qanaqadir yaxshi natijalarga erishish uchun bu qobiliyatni bo'lishi qanchalik muhim. Intuitsiyani rivojlantirish kerak. U qanaqa rivojlantiriladi demoqchisiz, to'g'rimi? Davomi shunaqa edi. O'zi agar ichki intuitsiya shunchalik rivojlanmagan bo'lsa, rivojlantirish kerakmi, yo'li bormi buni demoqchi. Yo'li bor va intuitsiya bu o'sha hozir aytganimdek o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qila olishda, ichingizda podskaska aytib turadi, sizga ishorat berib turadi. Intuitsiya degani faqatgina oldindan sizga nimadir xavf borligini, ertaga nimadir bo'lishini
eslatish uchun emas, intuitsiyaga nazar o'zgartirishi kerak. Intuitsiya bu suhbat o'zingiz bilan o'zingizni aniq bila olishingiz. Endi intuitsiyasi yaxshi insonlar nimaga oldindan bo'layotgan voqeani biladi, oldindan voqeani bila olmaydi. Unaqa nima yo'q. Nima deydi, qism yo'q. Masalan, bashorat degan narsa yo'q. Misol uchun avariya bo'lishi yoki bir nima, hech narsani bilish mumkin emas. Yerni shakllari, ya'ni hayotimizda bo'layotgan vaziyat, hokazolar u yaratuvchining qo'li bilan o'zi yaralaveradi. Lekin biz intuitsiya bilan nimani his qila olamiz? Shunday voqeani o'zagini his qila olamiz. Nimadir notinchlikni his qila olishimiz mumkin va notinchlik xuddi shunday qiyofada kelishini bilmaymiz. Qiyofasini bilmaymiz, lekin nimaligini bilamiz. Tushunyapsizmi? Intuitsiya shu uchun kerak. Kelisha olish uchun o'sha vaziyatda. Shu uchun intuitsiya kerak. Ya'ni bu degani intuitsiyasi bo'lsa, vaziyatlarni to'xtatib qo'yadi, vaqtni muzlatib qo'yadi, shu avariya bo'lmaydi yoki bir nima bo'lmaydi deyish emas. Bu yashashga tayyorgarlik. Kurashchi ham sahna ortida qanaqa raqibi bilan kurashishni mashq qilsa, biz ham intuitsiyamiz bilan, vaziyatlar bilan kelishishni mashq qilamiz aslida. Intuitsiyani rivojlantirishni eng zo'r yo'li bu metod o'zimda bo'lgan va men har doim buni aytib kelaman. Faqat bunga irodasi borlar, ya'ni jazmi borlar, jasorati borlar qila oladi bu narsani. Juda ham oddiy. Rivojlantirish uchun shunchaki o'zini ichida nimaiki gap kelsa, nimaiki holat bo'lsa, shuni tashqarida bajarib ko'raveradi. Yaxshimi, yomonmi farqi yo'q. Aql aytayaptimi, yurak aytayaptimi, umuman farqi yo'q. Deylik, hozir xayoliga mana shu suv ich dedi, shunday ichadi. Qo'ydi. O'zini fikrini qilishni boshladi. Tashqarida tana fikri bilan kelishishni boshladi. Bu qildi, undan keyin qush keldi, qo'nib ketdi degan narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Bu o'zi bilan kelishishni shunaqa shakli. Ichida nima kelsa tashqarida qilib ko'raveradi. Ichida nima kelsa tashqarida qilib ko'raveradi. Ko'ravergandan keyin sekin-sekin odamni o'zi farqlashni boshlaydi. Qaysidir ishga qo'li ketmaydi o'zi. U fitratan aniq bo'lishni boshlaydi. Har xil yomon xayollar ham kelishi mumkin. Unga fitrati qo'ymaydi. Lekin qadam bosib ko'rganda u qanchalik bu ishni qila olish yoki qila olmaslik qodirligini bilishni boshlaydi. Va u o'zini shunaqangi zo'r taniydiki, ichida nima kelsa o'shani ishni qilib. Men aslida o'ylab yurar ekanman-u, borganda dovdirar ekanman deydi. Masalan, shunaqa qizlar borda, menga nimaga kelishgan. Men shu yigitim tashlab ketdi, meni uylanmadi, hali qarab tursin. Men zo'riga erkak egaman. O'sha menga xiyonat qildi, men xiyonat qilib alamimni olaman deydi. Lekin harakat qiladi, uni fitratida yo'q, qila olmaydi. Uni ko'ngli bunga ruxsat bermaydi. Ya'ni men sizga endi hamma tushunadigan tildagi bir misol aytdim. Qilaman, qo'yaman degani bilan o'sha vaziyat bilan kurashganda qanchalik ojizligini yoki botirligini biladi. Balki juda ham qiyin deb o'ylagan o'y xayolini juda oson bajarar. Tushunyapsizmi nima demoqchi bo'lganimni? Ya'ni u inson ichidagi o'y xayolini tashqarida o'ziga ko'rsatishni boshlasa, ko'ziga, qo'liga impuls, tanasiga tushuntirishni boshlaganda, tana o'zini nimalarga qodir va qayerda qanaqa tutishni o'rganishni boshlaydi. Va mana shu narsa intuitsiyani zo'r rivojlantiradi. Nima uchun buni jazmi borlar, qarori borlar qilsin dedim? Chunki hamma ham xayoliga kelgan narsaniga qadam bosishdan qo'rqadi. Deylik, o'g'irlik keldi xayoliga, o'g'irlik qilsam bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin albatta o'g'irlik qilish kerak emas. Tashqariga nimadir tashqarida harakat qilib ko'rish kerak. Keyin tushunadi, tanasiga ko'rsatish kerak. Bu seni ishing emas degan narsani ko'rsata olish kerak. Tushunyapsizmi? Keyin deylik, oqibatidan qo'rqadi. Aytaylik, bolang bilan do'stona munosabat qil degan xayoliga keldi. Hozir u xarxasha qilishdan qo'rqqani uchun do'stona munosabat qilmaydi. Yoki boshqa narsalar. Ya'ni bor shunga ayt, ichingdagini to'kib soch deydi. Ichidagi to'kib sochsa
u vajohatda u bilan urushib ketishi mumkin. Vajohatda u bilan urushib ketgani unga minus bo'lgani uchun u ishni qilmaydi. Tushunyapsizmi? Jur'ati borlar qilish kerak degani shu. Lekin qarang, buni kategoriyalari borda, o'zini tanasida his qiladi, что buni qila olmaydi. U lekin qadam bosganida bu tushunadi. Qadam bosmaydi hamda ba'zilar. Va sizni umumiy fikrlaringizdan menda shunaqa xulosa kelyaptiki, qanchalik bosa olasan, bos, yarim qadam bosasanmi, bir qadam bosasanmi, harakating qanday bo'lishini, natijasini o'ylama, natijasi yaxshi bo'lishini niyat qilib, faqat qadam bos degan, Qadam bos. oldinga yur degan, hamma fikrlaringizni umumiy xulosasi odam shunaqa harakatga undaydi. Keyin yana bitta narsani aytmoqchiman. Tomoshabinlarda bir fikr bo'lib qolmasligi kerak. Xayoliga kelsa o'g'irlik, g'arlik qilish mumkin ekanda degan narsa kelib qolmasligi kerak. Men negativ va ijobiy fikrlarni tashqarida namoyon bo'lishi haqida aytdim va ijobiy fikrga bu maqsad sari yurish, negativ fikrga bu o'g'irlik, g'arlik deb zo'r misol bo'lgani uchun aytdim. Mana bo'rttirilgan misol bo'lgani uchun aytdim. Negativni har xil turi bor masalan. Endi bu ishni qilib ko'rish kerak degani qilib ko'rish kerak emas. O'zini tanasida uni ko'tarib yurish kerak emas. Ichida o'y xayol keldi, uni o'zi bostirib yuribdi, qila olmaydi, uni fitratida yo'q. Uni chiqarsa ham uni qila olmaydi. Tushunyapsizmi? O'g'irlik fitratida yo'q odam qila olmaydi. Fohishalik fitratida yo'q odam so'ysangiz ham qila olmaydi. Lekin ichida yuk qilib ko'tarib yuradi. Tushunyapsizmi? Bu intuitsiyasini o'zini o'qishni to'sib turadi. U qayerdandir olgan. Ana aytdim-ku, bir qizim kelib, haligi men ham xiyonat qilaman deydi. Bu как будто o'chni qayerdandir eshitgan yoki qaysidir tashqaridan ichida olib yuribdi va unga u zarar beradi. Uni qila olmaydi. Qila olmasligini eng kamida tanasiga ko'rsatish kerak. Va tanasiga ko'rsatayotganda o'sha maqsad sari intilishi, masalan, orzusi uchun ham bir qadam tashlaganda, men qila olar ekanman degan qodirlik hissi bilan ham oldinga odam olib ketadi-da o'zini. Bilasizmi, men insonlarni massa jihatdan, kilogramm jihatdan, yosh jihatdan, tajriba jihatdan va hokazo jihatdan emas, ruhiyat, fikr va hokazo jihatdan bir xil ekanligiga amin bo'lib ayta olaman. Ya'ni har bir insonning ichida bir xil xazina berilgan. Lekin men bu tana va ruhiyatni kelishuvi har xil bo'lgani uchun tashqaridagi bizni namoyon damiz har xil, turli bizni tabaqalaydi. Lekin aslida xazina bir xil. Hamma xuddi orqasiga bir xalta osib olgan, men shunaqa tasavvur qilaman dunyoni. Xazinasini to'plab xaltasiga solib ketaveradi-da, bir nimadir bo'ladi, solib ketadi. Nimadir bo'ladi, solib ketadi. Inson o'zini qodirligini bilmagani uchun xaltasi bo'sh. Tushunyapsizmi? Hayotdan olgani bo'sh. Temir taqa, hech bir sariq chaqaga arzimaydigan hayotni ko'tarib yuribdi. Qopi bo'sh. Nimaga? U qodirligini his qilmagan. Nimagadir qodirligini sinab ko'rmagan. Tushunyapsizmi? O'sha fitratdan gapirdik, qadam bosishdan gapirdik-ku, shu ma'noda u esimga keldi-da. Agar inson o'zini sinagan joyidagi qodirligini yig'ib borsa o'sha xaltasiga, u juda kuchli bo'ladi va o'sha bonusi bilan hayotda nima istasa o'shani sotib ola oladi. BMW, Mercedes, nima hayot, hamma narsani sotib oladi. Lekin bizni sotib olishimizga bonusimiz yo'q. Bonus bu sizni nimalarga qodirligingizni his qilib ko'rish. Bitta odamga musht otsangiz, agar burni sinib ketsa, sizda informatsiya hosil bo'ladi. Qanchalik kuchingiz borligi. Men bir urushda burnini sindira olar ekanman degan qodirlik sizga bir umr kuchda u. Bu degani ikkita ursam o'ldirar ekanman degan tushuncha bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Agar men ertalabgacha kitob o'qisam, deylik, bir sahna asarini yarataman.
bir kinokomediya yarataman bo'lsa, man bu ishni qilsam 5 ta yaratar ekanman. Tushunyapsizmi? Insonni o'zini ichida matematika ketadi va qodirligidan bu hayotga nima bera olganligini bilib o'sha kuchda ko'p narsaga erishadi. Mani hozir sizni oldingizda turgan kuchim bu mani uyim, kuzatuvchilarim emas. Tushunyapsizmi? Mani man qilib turgan qila olganlik qodirligi. Man o'sha qodirliksiz man hech kimman. Tushunyapsizmi? Kukla ham qilishi mumkin. Bitta qo'g'irchoqni shunaqa odamlarni qilib chapak chaldirib, shunaqa chiroyli gapirtirib qo'yishingiz mumkin. Mumkin emasmi? Hozir hamma narsa mumkin. Lekin siz bir insonni hurmat qilishingiz uchun, bir insonga bir ehtirom ko'rsatishingiz uchun uni hech narsasiz qodirligi bilan, layoqati bilan hurmat qilasizda. U siz xohlamasangiz ham tanangiz shunaqa, aurangiz shunaqa javob beradi. Tushunyapsizmi? Insonlar o'sha joyga e'tibor qilish kerak. U qodirligi orqasidan olgan bu choyi, noni, kuni o'tib turishi uchun eplagan nimadurlari, uyi, joyi, ular hech narsa, sariq chaqa. Masalan, men hozir erishgan narsalaring haqida ayt desa, men nimalarga qodirligimni aytaman. Men uyim, joyimni aytmaysiz. Aytsam ham arzimaydigan narsalar, chunki agar sizning qodirligingiz bo'lsa, undan milliontasini yarata olasiz. Men qodirligim bilan faxrlana olishim mumkin faqat. Va meni kimdandir farqim bu shu xaltamga nimalarga qodirligimni sinab g'ishib to'plaganimda, tushunyapsizmi? Ichiga solib qo'yganim. Lekin hamma qodir. Lekin nega sinamaydi? Unda muammo. Masalan, uyni supuradi yoki kiyimlarni dazmol qiladi. Har kuni qo'shiq eshitib, 3 ta kiyim dazmol qilsa deylik, 1 soatda, u o'ziga time qo'ysin, vaqt qo'yib, keyin mana shu narsani men necha kiyimda qila olaman. Ham musiqa eshitaman, ham buni qilaman, ham fikrlayman deb turib o'ziga yuk bersin va qodirligini biladi. Vo'xman, ana shundan keyin qayerdadir dazmol qilinayotgan joyda u katta gapira oladi-da, sen mana bunaqa qilsang, bunaqa qila olasan deydi. Men bolaligimdan shunaqa bo'lganman. Uyda masalan, opam 1 soatda, 2 soatda uy yig'ishtirsalar, men o'ylardim, qanaqa qilsam men tez yig'ishtiraman yoki qanaqa qilsam yaxshiroq bo'ladi, tezroq bo'ladi. Ha, shu. Keyin kelin paytimda ham shunaqa qilganman. Qachon qanaqa qilib ovqatni bir vaqtni o'zi ham salatif bir nimalarni qilishim mumkin deb YouTube qo'yib mana bir vaqtda 4-5 funksiyadan o'zimni 4-5 funksiyamni ishlatishni yaxshi ko'rardim. Ya'ni qodirligimni har doim bilishga qiziqqanman. Kuchi bu kimnidir yiqitishi yoki bir kimnidir fikr bilan urib qo'yishi emas. Mana intervyularda bilaman, bir-biri bilan janjallashib, men mot qildim. Kimga kerak? Kimga kerak birovni mot qilish? Mot qilishi. Agar u uni aurasida, yuzida bo'lmasa, agar uni hayotida aks etmasa, u fikrni janjal qilib mot qilgani umuman kerak emas. U kuch emas. Kuch bu o'sha aytayotgan fikrini sinab ko'rib, uni nima deydi, qodirligida, tushunyapsizmi? Uni qodir, insonni tanasidan tajribani, qodirligini, talantini sug'urib ola olmaysizda. Hamma narsasini tortib olishingiz mumkin. Mol mulki hamma narsasini olishingiz mumkin, lekin uni nimalarga qodirligini ola olmaysiz va o'sha uchun u kuchli. Tushunyapsizmi? Uni kuchi shunda. U kuchini o'zi biladi. Masalan, men sizga nimalarga qodirligimni aytmayapman, lekin siz auradan sezib turibsiz yoki boshqalar sezadi shu narsani. Lekin men sizga uni bitta ana ko'rdingiz, sezdi degan joyda otilib ketdi. Isbot bo'lib shu. Ataylar shunaqa qilib ketdi shekilli buni. Shunaqa joylarga kelganda belgi berib turadigan qilib. Ko'rdingizmi? Ana shu joyda ziragim tutsa, demak men bilyapman. Qarang. O'zi endi hozir yana ozgina gaplashsak, men o'zimni sinab ko'rish boshlayman hozir. Ziragingiz qachon tushib ketishini oldindan bilish intuitsiyasini. Anaqa kinolarda anglamsiz bir qahramon o'rtada chiqib qo'yaveradi-ku, bilasizmi? Bir zo'r professional teatrlarga kirgan bo'lsangiz, umuman anglami yo'qda, bitta qahramon o'tib ketaveradi, keyin oxirida nimasi ochiladi, sira ochiladi-ku. Shuning uchun bugun zirak qahramonimiz bo'ldi va oxirida mana chiqyapti sekin-sekin nima uchun tushayotgani. O'zi birovi cho'ntaguncha qiziqmayman. Birovi daromadi, oylik maoshi, boshqalarni so'rashni ham yoqtirmayman. Lekin intervyularingizda ko'rdim, mashinalaringiz,
uylari shular haqida ham o'z ko'rsatgansiz mana va odamlar shuni ko'rganlar bo'lsa qiziqishi mumkin. Shularni nuqtai nazaridan kelib chiqib hozir bir savol beraman. Ya'ni shu hammasi Tashkent City'dagi yoki boshqa joylardagi bir nechta uylar va bir nechta qimmat avtomobillar hammasi oxirgi 5 yildagi Dixanimmi erishgan moliyaviy natijalarimi shunda? Shunday. Oxirgi 5 yilda. Va bu 5 yil aslida faqat Dixanim uchunmi kam emasligi yoki boshqa istalgan inson ham bir qanaqadir nima deydi, o'zini dunyo qarashini to'g'rilab olsa 5 yil 6 yil aslida kam emasmi? Ya'ni hozir siz ko'rib o'tirgan odam endi bularda bo'ldi, bizda bo'lmaydi-da. 5 yil, 10 yil harakat qilsak ham bunaqa narsalar qilib bo'lmaydi deb o'ylashi mumkin-da. Sanda bo'ldi, menda ham bo'ladi degan emas-ku deyish mumkin. Agar siz 5 yil kichkina boshqa inson uchun bu narsalarga erishish, 4 ta 5 talab uy, mashina, eng oxirgi boshqa deganingiz bo'ladigan bo'lsa, 5 yil kam deydigan bo'lsangiz, hatto 1 yil ham ko'p ba'zi insonlar uchun. Uni qadriyati, uni qodirligi, uni tashqarida o'zini namoyon qilish, o'zini taqdim qilishiga qarab yillar ham qisqarib ketishi mumkin. Hattoki, bilasizmi, bu 5 yil nima uchun men shuncha yurgan ekanman devordimda. Men shu 5 yil ichida men bo'shga yashagan ekanman. Bo'sh yashagan ekanman. 26 yil bo'sh yashagan ekanman. Devordim shu darajada. Ya'ni hozir erishgan narsalarimni men erishdim, men faxrlanaman degan narsa yo'q. U intervyularda intervyuni sharti ularni so'rashgan uchun, nimasi bo'lgani uchun shu ko'rsatishga, bir kunlik ko'rsatishga majbur bo'lganman va bilasizmi, o'sha mol-mulkdan kirilgan bo'lsa ham o'sha intervyuga hech kim mol-mulkimga e'tibor qilmasdan gapimga mahliyo bo'lib qolgan. Ular yozishganda nima nechta uyingiz borligi ham esimdan chiqib ketdi. Siz o'zingiz qiziq bo'lib qoldingiz menga dedi. Va mana shu narsa meni hozir aytayotgan gapimga to'g'ri keladi. Ya'ni men mana shu bilan faxrlanaman. Boshqa inson ham aslida erisha oladi. Hozir boshlasa ham u hozirgacha baribir mehnat qilgan-ku. Hozirgacha bonus yig'gan-ku. Nimalarga qodirligini biladi-ku. Va hozir vaqt tushunchasi juda ham nisbiy. Tajriba olish uchun 80 ga kirish shart emas yoki bir nimadir ishga qobiliyati bo'lishi uchun albatta katta pul va biznes qilib, undan keyin bankrot bo'lish shart emas. Ya'ni birinchi pul kelishi, keyin biznes qilishi, keyin bankrot bo'lish shart emas. Kichkina bir narsani sotib ham o'sha tajribani olish mumkin. Demak, menda sotish qobiliyati bor ekan, deyish mumkin. Ya'ni ikkita inson bilan suhbat qilib, men savol javob qila olar ekanman degan qodirlikka ham ega bo'lish mumkin. Ya'ni bu uchun albatta mikrofon kerak emas, to'g'rimi? Ko'cha-ko'yda ham bu narsani sinash mumkin. Ya'ni sinash uchun, tajriba yig'ish uchun, bonus yig'ish uchun hech qachon kech emas va vaqt bunga to'sqinlik qilmaydi va istalgan vaqtda tajriba orttirish mumkin. Men hatto uyaldim. 5 yilda shuginami deganday tuyuldi menga. Ha, savolingiz 5 yilda shugina narsa ekan deb o'zimga o'zim uyalib qoldim. Yo'q, shugina narsa endi bu yoqda ichida agar hammasini hisoblasa, endi o'zingiz bilgan narsalar ko'p. Endi men million dollar bo'ladi, lekin bu ham menga kam. Moliyaviy narsalarni hisobga olib. Kam, qarang. Hozir men shuni ham izoh berib ketay. Siz o'zingizni agar nimalarga ega ichingizda xazinangizni bilsangiz, uni tashqarida ifodalash zahmati bilan chopib yurgan bo'lsangiz, bu erishgan narsalar juda ham kam ko'rinadi-da sizga. Siz undan ko'p narsaga erishishingiz mumkinligini bilib qolsangiz, bu sizga jazoda. Agar men o'zimga arzimasdim, shuncha narsa berdi, Xudoyim, rahmat. Bunaqa bo'lsangiz, hech narsaga erisha olmaysiz. Siz demakki, sizga berildimi, demak arzibsiz. Demak, undan ham yaxshisini beradi. Beradi va siz ola olayapsiz. Qarang, hammaga berilgan, lekin ola olmaydi hech kim. Olish uchun hali aytganimdek, dunyo matematikasini o'rganish kerak. Ya'ni masalan, meni qadriyatimda eng sifatli narsalar. Nestondan uyim bu O'zbekistonda eng yaxshi joy qaysi yoki qaysi sentr, o'sha shunga yopishganman. Borgan paytimda 1 so'm pulim bo'lmagan, lekin yopishganimdan keyin men u uchun talantimni chiqarganman. Qilasan, qodir, nimaga qodir bo'lsang qil deganman. O'zimni o'zim olib chiqqanman, lekin hamma ham bu ishni qilmaydi-da. Shuning uchun hammaga ham 5 yil ko'plik kamlik qilishi mumkin. 10 yil kerak unga. 10 yil qaror qiladi chunki. 10 yildan keyin qaror. Ha, to'g'ri, 10 yildan keyin Estonni olish mumkin deydi. Shuning uchun u o'zi vaqtini o'tkazyapti. Masalan, men yaqinda 5000 kishilik seminar qilmoqchiman. Katta nima? Misol uchun men
qila olamanmi yo'qmi deb 5 ming 10 yilimni o'tkazib yuborishim mumkin. 5000 bitta bir katta konsert zali, hatto Xalqlar do'stligi ham 3800 odam, 4000 da. Lekin 5000 inson bir joyda jamlanishini man qilmoqchiman. Bu degani men bunga loyiqman yoki men bunga qodirman degani emas. Men qodir bo'laman. Men bu joyga men shuni ushladim, men qodir bo'laman deb men ichimdan hamma imkoniyatimni o'rtaga qo'yib, dasturxonga tashab ishlayman keyin. Tushunyapsizmi? Men bunga harakat qilaman. Tushunyapsizmi? Men hozir nimaiki olgan bo'lsam, birinchi oldimga qo'yib, men harakat qilganman. O'shandan keyin buni erish bo'lasiz-ku, masalan, uy, mashina erish bo'lindi-ku. Bu endi o'sha menga qiziq emas. Bu buni yuqi meni qodirligim. 5000 kishilikni o'tkazib bo'lsam, men 5000 insonni bitta joyga jamlash qodirligiga egaman degan tuyg'u meni 10 mingga ham olib boradi, 20 mingga ham olib boradi, 30 mingga, dunyoga olib chiqadi. Menga o'sha qodirlik hissi kerak. 5000 insonni bir joyga to'plash, har xil xususiyat bilan to'plash mumkin, lekin siz ilm bilan to'plashni ko'rsatish, masalan, men uchun bu juda ham katta narsa va men shu qodirlik uchun harakat qilaman. Tushunarli. Menga o'sha narsa kerak, o'sha ta'm kerak. Keyin yana bitta narsa, oho, shuncha uy, kecha bittasi shunaqa dedi va siz savolingizni ham ozgina shunaqa havorang keldi. To'ymaysanmi dey, shuncha narsang bor. Sizga kelmadimi? Yoki baribir boylik bu odamlar ham shuni his qilishi mumkin. To'ymaysanmi deganda ya'ni yana nimaga ishlayapsan ma'nosi bor yoki olaverasanmi deganday ma'no berdi-da. Ishoning, menga masalan ishxonam ham, agar buni ishxona deydigan bo'lsak, men har kafelarda yuraman. Toshkent Cityda yashayman. Hiltonda bundoq qilib piyoda borsangiz ham 3 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Lekin shuni mashinamda olib boraman, Hiltonning oldiga qo'yaman, Hiltonga kirib ketaman. U 1 kilometr ham yurmaydi-da. Lekin masalan, mashinani vazifasi menda shu. BMW ekan deb bosib, poyga qo'yib yurmayman. Meni nima emas. Bu uchun ham mashina ham ovora bo'lish kerak emas. Mashina men uchun vohima narsa emas. Men uchun shunaqa, lekin o'sha narsani bilan borish, men BMWda kela oldim. Men sifatli hayotga o'ta oldim. Hissini beradi xolos bu menga. O'ziga bo'lgan ishonchi oshiradi. Shu. Boshqa hech narsasi uchun emas. Va boyaga aytganingizdek shunaqa savol berganligi ko'rsatuv boshida ham shunaqa fikrlarni ham aytdingiz. Ya'ni o'zi inson tabiiy bitta ehtiyojini qoplagan sari yana ham yaxshiroq sifat ko'rish uchun yaxshiroq, yana ham kattaroq ehtiyojlarni qilaveradi. Ya'ni to'ymaysanmi deyishdi. Va bu aslida yangi ehtiyojlar paydo bo'lishi bu ham yaratuvchidan-da, Xudodan sizga nimanidir yaltillatib qo'yadi. Xuddi bolachaga konfetni bundoq qilasiz. Maqsad yurdirish. Konfet emas. Meni nimaga erishgan narsam bu shunday yaltiroq nimadir qildi va men unga harakat qilib va shu oralig'ida men yura olishimni, nimalarga qodirligimni bilib olyapman. Va mana shuni hissini siz bir tatib olsangiz, hech narsasiga, natijasiga ham qaramasdan shu ishni qilaverasiz-da. Meni hamma proyektlarim zo'r degan narsa emas yoki har doim zo'r pul topadi boshqa degan narsa emas. Men maza qilaman. Ayniqsa shu haqqi to'lanmagan joylarda juda katta tajriba olaman va tajribani bemalol juda ham baland narxga sotish mumkin istagan insonga. Misol uchun bir necha 10 yildir balki orqaga endi vaqt qaytish imkoniyati bo'lsa, faraz qiling, endi bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Qaytish imkoniyati bo'lsa, hozirgacha bosib o'tgan yo'llaringizni nimanidir o'zgartirgan bo'larmidingiz yoki qaysidir xatolaringizni qilmagan yoki yo'nalishingizni umuman o'zgartirgan bo'larmidingiz yoki yo'q? Agar buni 5 yil oldin balki 5 yil, balki 10 yil. Yo'q, shu savol 5 yil oldin berganingizda men vatanimni o'zgartirgan bo'lardim, Denovda tug'ilmagan bo'lardim, men Toshkentda tug'ilgan bo'lardim, falon degan bo'lardim. Balki. Lekin hozirgi holatimda aytaman, hech bir narsani o'zgartirmagan bo'lardim. Nimaga? Ana shu ajimalar turkcha keldi. Achchiq hayot. Ko'chada qolishlarim, uyda begonada yashashim, shu xilvat qidirishim, do'stlarim ustimdan kulishi, menga bo'lingan tuhmatlar misqoligacha hozirgi darajamni ko'rsatib turibdi-da. Agar ular meni parchalarim,
tushunyapsizmi? O'sha xatomi, tajribami, u mani qismim. Qoqilishmi, yiqilishmi? Agar hozir o'sha joydan bitta qismimni olib tashlasangiz, men bo'la olmayman. Hozir bittasini o'zgartiraman desam, bu degani men hozirgi butun holatimdan voz kechish degani. Mendagi bitta nuqtacha joy ham bekorga emas. Men buni yillar sayin yana ham anglab boryapman. Hattoki hozir ham shu fikrdaman, hayotimda bo'layotgan hamma voqealar bu do'ppini osmonga otib maza qiladigan voqealar emas meni ham hayotimda. Lekin men bilamanki, meni man qilayotgan shular. Doimiy minnatdorchilikda turaman. Bu meni parchalarim deyman. Siz burnim sassiq ekan deb kesib tashlamagingiz singari. Biz hamma inson ham o'zini vaziyatlarini kesib tashlamasligi kerak. Lekin biz negadir kesib tashlashga harakat qilamiz. Uni ruhimizni badanimizdek ko'rmaymiz negadir, bilasizmi? Biz ruhimizga qotildek munosabatda bo'lamiz. Biz badanimizga voy bir joyim shilindi deymiz u, badanimizni qadrlaymiz u, bu tuproqqa berib yuboradigan badanimizni, lekin Xudodan nima bo'lgan? Ne'mat bo'lgan va eng vosita bo'lgan, mukofot bo'lgan, hadya bo'lgan ruhimizni bilmayman, oyoq qo'lini parchalab, bir kun boshi yo'qda yotadi, bir kun oyog'i yo'qda yotadi. Qo'limizni mahkam ushlashga harakat qilamiz. Shunday biz ruhimizga qotildek munosabatdamiz. Mana nima uchun bizdagi kasb insonlari kerak? Qo'lini qo'l, oyog'ini oyoq, boshini bosh qilish uchun insonning ruhi ham haqqi bor. Ruh butunlay unutilib ketgan. Uni eshitish uchun, ruh joyiga turishi uchun, bilasizmi, ruh deganda ham ko'pchilik ruh bu nima deb o'ylaydi-da, juda hamma har xil ta'rif beradi. Ruh bu sizni ichki holatingizda. Siz tashqarida ishlayverasiz, tashqarida mikrofonni oldidasiz, choyni oldidasiz, ichirasiz, tanangiz kezaveradi. Lekin ruhda agar xotirjamlik, sokinlik yoki nimagadir qiziqish, qanaqadir bir yangi chuvstvalar bo'lmasa, bu ruhingiz parchalanib yotibdi. Nima uchun yashayapsiz? Bo'sh. Menimcha shu uchun kerak. Ruhga qotilday murojaat qilmasligimiz kerak emas-da. Biz qotilmiz ruhimizga. Eng birinchi mana shu 5 yil oldin birinchi o'zimga qilgan ishim ruhimga qotillik munosabatida qilishni tugatishim bo'lgan. Men ruhimga sen aybdorsan, sen mana shunaqa xatolarni qilgansan. Sen mana shunaqa yashashga majbursan. Majbursan degan kishanlardan olib tashladim-da. Sen hammasini to'g'ri yashading. Shunday bo'lishi kerak edi. Xaritada shunaqa yozilgan. Sen to'g'ri kelding deb o'zimni eshitishni boshlaganman. Va ana shu tiklangan ruhiyat menga hayotimni tiklab berdi. Shuning uchun nimagadir chopishdan oldin, nimadir qurishdan oldin ruhi tiklash kerak. Ruhi tiklangan inson hamma narsaga erishadi. Deylik, bir narsangizni olib qo'ysam, ruhingiz eksik qolsa, shu narsangizni, masalan, mashinangizni olib qo'ysam, mashinada turadi-da, ruhingiz eksilib qoldi, hech narsa qila olmaydi. Lekin ruh o'zini o'zi har doim tiklashni o'rgangan, moddiyatda bog'lanmagan bo'lsa, ruh o'zini o'zi tiklashni o'rgangan bo'lsa, hamma narsasini olib qo'ysangiz ham tiklangan ruh yana yaratib olaveradi. Unga umuman qiziqmas. Hali aytganingizdek, yolg'iz odamni ketish bilan qo'rqitib bo'lmaydi, chunki u har doim yolg'izlikka o'rgangan va kuchli. U kuchli, u Xudoga do'st qilgan. Xuddi shunaqa ruhi tiklangan odamni hech narsa bilan qo'rqitib bo'lmaydi. Ruhi tik odamni hech narsa bilan qo'rqitib bo'lmaydi. Ayniqsa jismoniy og'riqlar bilan. Ruhiga umuman zarba berib bo'lmaydi. Jismoniy og'riq, moddiy qiyinchilik nimadir bilan hech narsasini tortib ola olmaysiz, ruhi tiklangan odam. Tushunarli. Hamma ishtirokchilarga, bizani kuzatib turgan insonlarga ruhini tiklanishini tilayman. Ruhingizni tiklang faqat, boshqa qolgani bo'ladi. Boshqasi kerak emas. Katta rahmat bugungi ajoyib fikrlar uchun, ajoyib suhbat uchun va tomoshabinlarda agar qaysidir joyiga tushunmay qolgan bo'lsa mabodo, efirlarimiz YouTube ijtimoiy tarmoqlariga ham joylanadi, Instagram ijtimoiy tarmoqlarimizga joylanadi. Tomosha qilishingiz mumkin qayta-qaytadan. Kommentlarga yozing. Agar yana ham savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentlarga yozsangiz, men aynan Dixanim o'zlaridan sizga eksklyuziv javoblarni olib berishga harakat qilaman. Katta rahmat, xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Esingizda qolgan gaplarni yozib ketinglar o'rtoqlar. Rahmat. Xo'p. Olovlar bosinglar.